Hop, assalomu alaykum ustozlar. Ovozim eshityaptimi? Ekranim ko'rinyaptimi? Ovoz, ekran hammasi yaxshimi? Ekran ko'rinmayapti ustoz. Assalomu alaykum. Ko'rmayaptimi hozir? Hop, endichi ustozlar ko'ringlar. Ekran ko'rindimi? Ko'rinmadi hali. Hop, endichi. Ko'rindi ustoz. Hop, demak, mayli boshlayveramiz. Qolganlar keyin kirib oladi. Demak, ustozlar mana bugungi mavzu. Hop, bu funksiyalarni ko'chirish. Hop, funksiyalarni o'zgartirish. Ya'ni funksiyalarni qaysidir sonni funksiyaga qo'shganda funksiyaning grafiki qanday o'zgaradi yoki x ga qaysidir son qo'shilganda yoki x ga qaysidir son ayrilganda funksiyamizni grafiki qanaqa o'zgaradi, shuni noldan boshlab ko'rib chiqamiz. Diqqat qilib ko'ringlar, juda ham yaxshi mavzu ustozlar bu. Xo'p, boshladik ustozlar mana. Bugungi mavzu mana. Hop, hozir mana bu yerga qo'yaylik. Mana shifting and transforming function qo'yilgan. Ya'ni shifting degan ustozlar, bu ko'chirish degan ma'noni bildiradi. Funksiyani ko'chirish, ya'ni ko'chirish deganda funksiyani parallel ko'chirish nazarda tutiladi. Transforming degan ustozlar bu o'zgartirish. Mana shularni noldan boshlab ko'rib chiqamiz. Qayerdan kelib chiqqan? Xo'p, grafiki qanaqa o'zgaradi, o'zi ma'nosi nima? Shularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshladik mana. Xo'p. Mana bu yerda mana qoidani yozib qo'yaman. Birinchi mana shuni ma'nosi nima ustozlar, e'tibor bering. Xo'p, birinchi navbatda mana vertikal va gorizontal shift degan ustozlar mana ko'chirish degan ma'noni bildiradi dedik, to'g'rimi? Mana ko'chirish. Bu yerda aytayaptiki, suppose degan tasavvur qiling. Tasavvur qiling, s noldan katta bo'lsa. Mana buni ma'nosi nima? Qarang. Ya'ni bizda tasavvur qiling, f at x funksiya bor edi, y barobar f at x funksiya bor edi. Mana shu funksiyaga biz s ni qo'shyapmiz. Ya'ni bu yerda mana bu f at x funksiyaga nisbatan mana funksiya grafiki qanday bo'ladi? Demak, shunaqa savol qo'yilyapti-da. Bu yerda o'zi bu mavzu savollarni yechish shunaqa o'zi aslida chuqur bilish shart emas, lekin bularni bilsak ustozlar, mana shu mavzudagi savollarni biz og'zaki yechishimiz mumkin-da. Demak, f at x funksiya bor edi, shu f at x funksiyaga biz s sonini qo'shsak, mana bunga nisbatan grafiki qanday hosil bo'ladi? Ya'ni funksiyaga s ni qo'shyapmiz. Bu shuni anglatadiki, mana bu yerda f at x ni s birlik mana upward degan ustozlar yuqoriga ko'chirishni anglatar ekan mana. Yuqoriga demak ko'chadi. S birlik yuqoriga ko'chadi. Ya'ni bizda fx funksiya bor edi, shuni parallel ravishda demak yuqoriga ko'chirib qo'yamiz-da. S birlik shuni anglatadi. Bo'ldi. Masalan, tasavvur qiling mana. Xo'p, y barobar f at x funksiyaning grafiki tasavvur qiling mana bunaqa edi deylik. Mana. Deylik mana bu, deylik masalan, masalan 2 edi, menda keldi. Mana shunday edi grafiki. Y barobar f at x ni. Endi sizga aytayaptiki, f at x plus masalan 3 ni grafiki hosil qiling deyapti. Bu degani nima degani? Bu shuni anglatadiki, mana bu f at x funksiyani yuqoriga har bir nuqtasini yuqoriga 3 birlik ko'chirasiz. Shuni anglatadi. Mana tushunarlimi? 3 birlik yuqoriga demak ko'chirasiz. Mana shuni anglatadi, bo'ldi. Ya'ni buni grafiki qanday hosil bo'ladi? Mana tasavvur qiling, mana taxminan chiziladi, chunki mana bu sonlarni bilmaymiz. Masalan, 2 soni ustozlar mana. Mana bu 2 ida, endi f at x plus 3 da mana shu 5 bo'ladi. Mana e'tibor bering. Mana bunda keladi mana. Mana shu har bir nuqtasi
3 birlik yuqoriga siljiydi. Mana bu ham masalan 3 birlik yuqoriga siljiydi. Mana bu nuqtasi ham 3 birlik yuqoriga siljiydi va hokazo. Mana shuni tushundingizmi nima ekanligini mana? F at x plus 3 degani demak yuqoriga mana shu f at x funksiyani 3 birlik yuqoriga siljitamiz. Ya'ni ustozlar qarang. Bitta narsani, bitta qoidani bilib olaylik. Yuqoriga yoki pastga ko'chishda x koordinati o'zgarmaydi, faqat y koordinatasi o'zgaradi. Mana e'tibor beringda. Masalan, mana bu nuqtani koordinatasi nima edi? 0,2 edi, to'g'rimi? Endi mana bu f at x plus 3 ni koordinatasi nima bo'ladi? 0,5 bo'ladi. E'tibor bering. X koordinati o'zgarmaydi. Mana ana shuni qoida qilib yozib qo'yaylik mana. Ko'pchilik mana shuni ma'nosini bilmaydi mana. Buni demak, vertikal ko'chishda demak nima o'zgarar ekan ustozlar? Faqat y koordinati o'zgaradi, bo'ldi mana. Y koordinati demak o'zgaradi. Mana y koordinati o'zgaradi, x o'zgarmaydi. Mana x o'zgarmaydi. Mana. Ya'ni masalan mana shu nuqtani deylik, koordinatasi masalan mana bu yeri 5 bo'lsin, mana bu 7 bo'lsin. Mana buni koordinatasi nima bo'ladi? 5 u 10 bo'ladi keyin. Tushunyapsizlarmi? Y koordinati mana o'zgaradi, x koordinati o'zgarmaydi vertikal ko'chishda. Mana. Keyingisi mana masalan gorizontal ko'chishda nima bo'ladi ustozlar mana? Gorizontal demak ko'chishda, mana gorizontal ko'chishda x koordinati o'zgaradi. Mana x koordinata demak o'zgaradi. Mana demak y o'zgarmaydi. Mana o'zgarmaydi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana shu qoidani bilib qo'yishimiz kerak. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Vertikal ko'chishda o'sha nuqtani y koordinatasi necha birlik ko'chsa o'shancha qo'shiladi yoki ayriladi. Ya'ni y koordinati o'zgaradi. Xo'p, x koordinati o'zgarmaydi lekin. Mana gorizontal ko'chishda esa x o'zgaradi, y koordinatasi nuqtani o'zgarmaydi. Tushunarlimi ustozlar? Mana farq tushunarli bo'ldimi? Mana f at x ni grafigi mana buna edi. Endi f at x plus 3 ni grafigi har bir nuqtani yuqoriga 3 birlik siljitamiz. Ya'ni x o'zgarmaydi, y ga 3 birlik yuqoriga siljiydi. Mana ma'nosi shu mana. Xo'p, ikkinchisiga e'tibor bering. F at x minus c nima bo'ladi? Endi c birlik mana downward degan ustozlar, bu upward yuqori bo'lsa, downward degan bu pastga siljiydi degan. Mana ikkitasi tushunarli bo'ldimi? Bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Mana uchinchisiga e'tibor bering ustozlar mana. F at x minus c. Endi x dan c ni ayiramiz. Shunga e'tibor beringda mana. Funksiyani o'ziga qaysidir son qo'shilsa, ya'ni y o'zgaryapti. X ga nisbatan qo'shilsa yoki ayrilsa, bu nima degani? Gorizontal ko'chish bo'ladi-da. Funksiyani o'ziga qaysidir son qo'shilsa, ayrilsa, bu vertikal ko'chish bo'ladi. Xo'p, x dan qaysidir son ayrilsa yoki qo'shilsa, bu gorizontal ko'chish bo'ladi. Endi e'tibor bering. F at x minus c. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi shundaki, x ni funksiyani c birlik right degan ustozlar bu o'ngga ko'chirishni anglatadi. Xuddi x da teskarisida. Mana demak, ana funksiyani c birlik o'ngga ko'chirishni anglatyapti bu. Mana. Xo'p, masalan x plus c degani funksiyani grafik f at x berilgan bo'lsa, siz f at x plus c ni grafikini topmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz demak? F at x funksiyani c birlik left degan ustozlar bu chapga ko'chirishni anglatadi. Mana shuni bildiradi. Kim tushunmadi ustozlar mana? Mana shu ma'nosi. Endi e'tibor bering. Masalan, 3 ga tasavvur qiling. Bizda y barobar yoki f at x deylik mana. F at x barobar x kvadrat funksiya bor edi. Mana buni grafigi bor. X kvadrat funksiyani. E'tibor bering mana. F at x kvadrat. Endi sizga aytyapti. Xo'p, deylik f at x mana buni grafigini chizing deyapti. X kvadrat x minus 2 ni kvadrat. Mana buni ma'nosi nima ekan? Mana x minus c bo'lsa, c birlik o'ngga siljiydi. Mana shu funksiyani siz ana 2 birlik o'ngga siljitasiz har bir nuqtasini. Mana shuni har bir nuqtasini 2 birlik o'ngga siljitasiz. Mana 0 nuqta. 0 nuqta nimaga keladi? 2 ga keladi. Mana bu nuqta 2 birlik siljiydi. Mana. Masalan 2 birlik siljiydi, mana bu yoqqa keladi. Grafikimiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ma'nosi tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana shuni x dan siz 2 ni ayirsangiz 2 birlik o'ngga siljir ekan.
X ga siz 2 ni qo'shsangiz 2 birlik chapga siljirar ekan. Endi ma'nosi nima shuni? O'ngga siljish, chapga siljishni ustozlar ma'nosi nima? Mana shu funksiyani siz 2 birlik o'ngga siljitsangiz e'tibor bering. Har bir x koordinatda 2 birlik o'ngga siljiydi. Y o'zgarmaydi, y koordinatasi. Y koordinatasi o'zgarmaydi. Masalan, mana bu nuqtani koordinatasi tasavvur qiling. Masalan, mana bu nuqtani koordinatasi masalan, mana bu yer 5 bo'lsin, mana bu 7 bo'lsin. Mana shuni 2 birlik bu yoqqa siljitsak, bu nuqta mana bu yerga keladida, koordinatasi buni 7 bo'ladi. Y koordinatasi ham 7 ligicha qoladi. 7 7 bo'lib qoladi. Y o'zgarmaydi gorizontal ko'chishda. Har bir x koordinati 2 birlik o'ngga siljiydi. Y o'zgarmaydi. Kim tushunmadi ustozlar mana shularni kelib chiqishini? Kimda savol bor mana shu bo'yicha aytinglar. Kimda savol bor? Funksiyalarni ko'chirish bo'yicha kimda savol bor? Tushunarli ustoz. Buni ustozlar juda yaxshi bilib olish kerak. Bu juda asosiy narsada. Juda yaxshi mavzu o'zi. Xo'p. Demak, xo'p. Davom etamiz ustozlar. Keyingi yana bitta asosiy narsa ustozlar. Xo'p, mana shuni ham bilib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ustozlar nima qilib o'rganmaslik kerakda buni? Ya'ni yuzaki o'rganmaslik kerak. O'zi bir marta yaxshi tushunib olsangiz juda oson mavzu bu. Keyingisiga e'tibor bering. Endi ustozlar bu mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa-chi, qaysidir sonni siz o'sha funksiyaga ko'paytirsangiz nima bo'ladi? Yoki o'sha sonni qaysidir funksiyaga bo'lsangiz nima bo'ladi? Mana shunga doir masalalar. Mana shunga doir demak. Tasavvur qiling, qarang. Tasavvur qiling, s 1 dan katta bo'lsin deyapti-da endi. Qarang, mana buning ma'nosi nima? Birinchisi y barobar s ko'paytirilgan f at x ning ma'nosi nima bo'ladi deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, sizda f at x funksiyani grafigi bor. To'g'rimi? F at x funksiyani grafigi bor. Siz s ni o'sha f at x ga ko'paytirsangiz, ana bu oldingi f at x funksiyani grafigi bilan mana bu ikkalasining farqi nima bo'ladi? Bu shunday bo'ladiki, mana bu s ko'paytirilgan f at x ning ma'nosi shunday ekanki, f at x ni demak, mana factor of s degani bu s marta degani. S marta vertikal ravishda, mana s marta vertikal ravishda stretch degani usulda bu cho'zish degani. S marta cho'zishni bildirar ekan bu. Ya'ni buni qarang, misol yordamida tushunib olaylik-da. Misol yordamida tushunib olaylik. Masalan, tasavvur qiling, sizda y barobar x kvadrat funksiyasi grafiki bor. To'g'rimi? Uni grafiki qanday? Mana bunday, to'g'rimi? Masalan, 0 dan 0, mana bu 0 0 nuqta, 1 da 1 bo'lyapti, mana 1 1 nuqta. Masalan, 2 bo'lganda nima bo'ladi? 4 bo'lyapti, mana 2 4 nuqta, to'g'rimi? Mana bu demak -1 1 nuqta. Mana bu nuqtamiz demak -1 1, mana -2 4, mana. Endi qarang. Tasavvur qiling, y barobar 2 ko'paytirilgan x kvadrat. Mana shuni ma'nosi nima? Grafik nuqtai nazardan bu nimani anglatadi? Savol sizlarga mana. Grafik nuqtai nazardan nimani aytadi? Bu shuni anglatadiki, mana bu funksiyani vertikal ravishda 2 marta cho'zishni anglatadi. Ya'ni mana shu yerdan ushlaysiz deylik, mana shuni. Kamonday deb tasavvur qiling. Yuqoriga cho'zasiz, mana shuni tortasiz, tepaga tortsangiz nima bo'ladi? Mana bundayroq bo'ladi grafik, to'g'rimi? Mana bu orasi ochiqroq-ku. Buni orasi nima bo'ladi? Mana bundayroq bo'ladi. E'tibor bering. Mana unga nisbatan mana bundayroq ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu degani nima? Vertikal ravishda 2 marta cho'ziladi bu. Ma'nosi nima dedik ustozlar? Mana shuni vertikal ravishda cho'zishni, vertikal degani bu nima dedik biz? Faqatgina y koordinati o'zgaradi. X o'zgarmaydi. Shuni bilib oling. Vertikal ko'chishda, vertikal bo'yicha parallel ko'chishda mana yuqorida ham ko'rdik. Y koordinatasi o'zgaradi, x o'zgarmaydi. Ya'ni tasavvur qilingda, mana ma'nosini tushunib olishimiz kerak. Mana bu nuqtaning koordinatasi 0 0. 2 kara x kvadratda ham 0 0 bo'ladi bu. Endi qarang. Mana bu nuqtamiz koordinatasi 1 1 edi, x-imiz 1 bo'lganda y-imiz 1 edi. To'g'rimi ustozlar? Endi mana bunda nima bo'ladi? X ning o'rniga siz hozir 1 qo'ysangiz,
y'imiz 2 marta cho'ziladi. Mana 1 edi-ku, bu 2 bo'ladi. Masalan, 2 da bu 4 edi. Mana bu nuqtamiz 2 edi, bu 4 edi, to'g'rimi? Mana bu. Endi nima bo'ladi? 2 ni qo'ysak ustozlar, bu 8 bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Y koordinatalari 2 marta, demak, kattalashadi. Mana shuni bildiradi-da bu. Mana. Kim tushunmadi ustozlar mana shuni? Kelib chiqishi nima ma'noni anglatishini? Savol bormi mana shu bo'yicha? Aytinglar. Ma'nosi shumini bo'ldi mana. Xo'p, endi ikkinchisi mana bu 1 bilan 2 deyarli bir xil. Endi 1 taqsim s bo'lsa, ya'ni o'sha f x ni s ga bo'lsak nima bo'ladi? Mana bu shrink degani ustozlar bu ana bu cho'zish emas, endi siqish degan ma'noni bildiradi. Siqiladi. Ya'ni mana shu f x ni s marta siqiladi. Buni ma'nosi nima? S marta siqiladi degani har bir y koordinata s martadan kichrayadi. Masalan, sizdan so'rasam, y barobar x kvadrat taqsim 2 ni ma'nosi nima desa? Buni ma'nosi shundaki, qarang. Masalan, mana bu yerda x barobar 1 da y'imiz 1 edi, to'g'rimi? Y koordinata 1. Endi x barobar 1 da mana bu y koordinatamiz 1 taqsim 2 bo'ladi-da. Y koordinatalarimiz 2 marta kichrayadi bu. Mana vertikal ravishda deyapti. Qarang. Y'imiz vertikal ravishda kamayadi. Tasavvur qiling, x 1 da bu 1 edi. Endi x 1 da bu 1 taqsim 2 bo'lsa, buni grafiki qanday bo'ladi? Qandaydir mana semizroqday bo'ladi, ha? So'zga e'tibor bering mana. Bu 1 da 1 edi, 1 da 1 taqsim 2 bo'ladi. 2 da 4 edi, bu 2 da 2 bo'ladi. Qarang. Sal semizroqday bo'ladi, to'g'rimi? Mana. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Endi qarang, uchinchisida endi mana shu s ni x ga ko'paytirsak nima bo'ladi? Bu yerda ustozlar bu x da yuqorida ko'rganimizdek xuddi teskarisiday. Masalan, x ga qaysidir sonni qo'shganimizda chapga siljidi desak, a yer desak, o'ngga siljidi dedik. Mana bu ko'paytirish bo'lishda ham xuddi shunaqa. S ni x ga ko'paytirsak, bu gorizontal ravishda s marta bu ham siqiladi. Ya'ni buni ma'nosi nima? Siqiladi degani x koordinata, y koordinatasi o'zgarmay turadi-da, x koordinatasi nima bo'ladi? S marta siqiladi. Mana s marta siqiladi. Ya'ni buni ma'nosi shundaki, masalan, tasavvur qiling, f x'imiz masalan x barobar, mana 3 ni tushuntiryapman, qarang. X barobar masalan 5 da masalan f x'imiz masalan 20 bo'ldi deylik, tasavvur qiling. X barobar 5 da, ya'ni y koordinatamiz 20 qaysidir funksiyada. Endi mana bunda nima bo'ladi? Mana s ni shunga ko'paytirsak, masalan, s ni hozir deylik 2 deb olaylik, ha? S ni 2 deb olaylik. Ya'ni buni ma'nosi nima bo'ladi? F 2x ni ma'nosi nima bo'ladi ustozlar? Mana f 2x ni ma'nosi shundaki, mana qarang. X koordinatamiz demak s marta siqiladi. Ya'ni bu x barobar 5 da 20 ga teng bo'layotgan bo'lsa, endi bizni funksiyamiz nima bo'ladi? X barobar 2,5 da y'imiz 20 ga teng bo'ladi. Mana shuni bildiradi. Xullas, f y barobar s ko'paytirilgan x ni ma'nosi shundaki, s marta x bo'ylab demak koordinatamiz siqiladi. Shuni bildiradi. Uchinchisi mana bunga teskarisi, mana x taqsim s bo'lsa, bu nima aytadi? Gorizontal bo'ylab, demak x bo'yicha demak bu cho'ziladi. X da teskarisiday bo'ladi. Mana s marta gorizontal bo'yicha cho'ziladi. Xo'p, keyingisi 4-chi ustozlar, mana buni aytgandimman, eslaringizda bo'lsa qaysidir darsda y barobar minus f x grafiki bilan f x ni grafiki nima bo'ladi degandik? X o'qi bo'ylab simmetrik bo'ladi degan. X o'qi bo'yicha simmetrik bo'ladi. F minus x bilan f x ni grafiki ustozlar y o'qi bo'yicha simmetrik bo'ladi. Bularni siz grafikni demak chizishda qo'llashingiz mumkin ekan. Mana shuni kim tushunmadi ustozlar? Mana shu yuqoridagilarni mana grafiklarni demak ko'chirish, mana bu yerda qaysidir sonni ko'paytirishda qanday o'zgaradi? Mana shuni tushunmaganlar bormi? Kim tushunmadi? Buni mana yaxshiroq tushunishimiz uchun ustozlar, qaranglar. Yaxshiroq tushunishimiz uchun men bitta misolda grafik bo'yicha sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p. Tasavvur qiling, mana bu masala berilgan deylik sizga. E'tibor bering, mana misol 1. Bizga qarang, y barobar ildizost x ni grafiki berilgan. Siz mana shu yerdan ildizost x minus 2 ni grafikini hosil qilishingiz kerak. Qanday hosil qilamiz?
Yuqorida men tushuntirdim mana shuni. Demak, nima bo'ladi? Qarang. Birinchi y barobar ilzos x ni grafigini chizaylik. Bu qanday bo'ladi? Mana qiymat berib chizsangiz 0 dan 0 x ga manfiy bera olmaysiz-ku. 1 da 1 bo'ladi, 2 da ilzos 2, 4 da 2, mana bunda ketadi. To'g'rimi ustozlar? Mana e'tibor bering. Mana bunda ketadi, sekin-sekin o'sib ketadi. To'g'rimi? Y barobar ilzos x ni. Mana grafigi. To'g'rimi? Endi sizga aytyapti-da, ilzos x minus 2 ni grafigini hosil qiling deyapti. Ilzos x minus 2 ni grafigi nima degani bu? Ustozlar, ma'nosi nima dedik buni? Mana ilzos x dan 2 ayrilyapti. Ma'nosi nima buni ustozlar kim aytadi? Javob beringlar shunga. Ma'nosi nima shuni? 10 ga 2 birlik suriladi, x o'qi bo'yicha adashmasam. Yo'q, o'nga emas, o'nga emas. Bu x dan ayrilmayapti, funksiyadan ana. Ilzos x dan x minus 2 bo'lsaydi, x dan ayrilsaydi, o'ngga yoki chapga, yana gorizontal ko'chish bo'lardi bu. Bu funksiyadan ayrilyapti, qarang. Aha, ilzos x dan ayrilyapti. Qaranglar mana. To'g'ri. Ya'ni 2 birlik pastga siljiydi degani bu. Ya'ni buni ma'nosi shundaki, ilzos x ni pastga 2 birlik siljitamiz degan ma'noni bildiradi. Ayrilyapti-ku. Y da ayrilsa bu farqi yo'q. Bir xil ketaveradi. X da xuddi teskarisida ayrilsa o'ngga, qo'shilsa chapga bo'lardi. Bu yerda qarang, funksiyadan ayrilyapti. Ya'ni bu degan nima bo'ladi? Mana shu funksiyani siz 2 birlik pastga siljitib qo'yasiz. Bo'ldi, parallel siljitasiz. Parallel siljitish degani har bir nuqta 2 birlik pastga siljiydi-da. Mana bu nuqta ham mana 2 birlik pastga keladi. Mana bu nuqta ham 2 birlik pastga keladi. Bu ham 2 birlik pastga, bu ham 2 birlik pastga, hammasi 2 birlik pastga siljiydi. Ya'ni bu degan nima? 0 nuqtamiz nechiga kelib qoladi ustozlar bizada? 0 edi. Minus 2 ga kelib qoladi mana. X barobar masalan 1 da mana qarang, e'tibor bering. Mana bu 1 u 1 nuqta. To'g'rimi ustozlar? Mana qarang. X barobar 1 da, y barobar 1. Endi funksiyani 2 ga ayiramiz. Ya'ni x ga 1 berganingizda, qarang, x koordinati o'zgarmaydi vertikal ko'chishda. Y o'zgaradi. Y 1. X barobar 1 da, y 1. X barobar 1 da, endi bu nima bo'ladi? Minus 1 bo'ladi mana. E'tibor bering mana. Mana shunda ketadi mana. Mana e'tibor bering. Mana bu yerga chiqsak ham bo'ladi mana. Mana bu yer minus 2 dan bo'ladi mana. 2 birlik pastga siljiydi. Mana minus 2 dan boshlab mana bundan ketadi. Ma'nosini kim tushunmadi ustozlar? Mana deylik, mana bu nuqtamizni qarang. Mana bu nuqtamizni koordinatasi qarang. X barobar a da mana y'imiz b bo'lsin. Mana shu nuqtamizni, mana bu koordinatasi nima bo'ladi? Mana bu yerda koordinatasi x barobar a da, qarang. X barobar a da. Mana shu nuqtamizning koordinatasi qarang, x o'zgarmaydi, y o'zgaradi. Ilzosda nima bo'ladi? Mana ilzosda x a da bu b edi. Endi x a o'rniga nimani qo'ysak, a ni mana bu yerga keltirib qo'ysak, bu b minus 2 bo'ladi. Y koordinati o'zgaradi faqat. Tushunarlimi? Har bir y koordinati 2 ga kamayib boradi. Mana nuqtamiz koordinatasi a u b bo'lsa, bu yerda a u b minus 2 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Kim tushunmadi mana shuni ko'chirishni? Savol bormi mana shu yerda? Keyingisi, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa ustozlar, keyingisiga o'tamiz. E'tibor bering. Endi qarang. Sizga aytayaptiki, y barobar ilzosda x minus 2 ni grafigini hosil qilingan. Qarang, endi ilzosda x dan, qarang, x dan 2 ni ayryapti. Buni ma'nosi nima? Bu shuni anglatadiki, ilzosda x ni 2 birlik nima? O'ngga siljitishni anglatadi. Buni ma'nosi nima? Ya'ni qarang, siz ilzos x ni grafigini bildingiz. Mana bunaqa funksiya. To'g'rimi? Shuni 2 birlik o'ngga siljitsangiz, bu qaysi koordinata o'zgaradi? X koordinatalar o'zgaradi har bir nuqtadan, y o'zgarmaydi. Mana grafik qanaqa bo'ladi mana shuni. Masalan, mana bu nuqtamiz 0 0 edi. 2 birlik o'ngga siljitsa nima bo'ladi? 0 0 nuqtamiz mana bu nuqta qayerga keladi? Mana bu nuqta. 2 birlik siljiydi, mana bu yerga keladi. Ya'ni 2 0 dan boshlaydi bu. Mana x ni qarang, mana 2 dan boshlaydi. 2 da 0 bo'ladi. Tushunarli? Mana 1 u 1 nuqtamiz koordinatasi nima bo'ladi ustozlar? Mana x 1 edi, y ham 1. Mana x 2 birlik o'ngga siljiydi. X'imiz 3 bo'ladi. Y'imiz lekin o'zgarmaydi. Qarang, gorizontal ko'chishda y koordinatalar o'zgarmaydi, faqat x o'zgaradi. Vertikal ko'chishda nima bo'ladi? Y o'zgaradi, x o'zgarmaydi. Mana 3 da 1 bo'ladi. Xullas, nima bo'lar ekan? Grafikimiz
Mana bunaqa bo'lib ketadi. Kim tushunmadi ustozlar mana? Y lar o'zgarmaydi, x lar o'zgaradi. O'ngga 2 birlik siljiydi. Kimda savol bor ustozlar shu bo'yicha? Keyingisi 4-masalaga e'tibor bering. 4-masalada ustozlar qarang. Y barobar minus ilzost x deyapti. Buni grafikni qanday hosil qilasiz deyapti. Biza eslaringizda bo'lsa, bitta qoidani bilgan edik. Qoidani o'rgangan edik. Nima edi? F at x va minus f at x lar nima edi? X o'qiga nisbatan, mana x o'qiga nisbatan nima bo'lar edi? Simmetrik bo'lar edi. Simmetrik. Ya'ni buni ma'nosi nima? Siz y barobar ilzost x grafikini chizib bilasiz. Y barobar ilzost x. Endi y barobar minus ilzost x desa, mana shu grafikni x o'qib bo'ylab simmetrik ko'chirib qo'yasiz. Simmetrik degan nima bo'ladi? Mana buklaganingizda bir xil bo'lishi kerak. Mana bu nima bo'lar ekan demak? Minus ilzost x grafigi. Kim tushunmadi ustozlar mana shuni? Grafik hosil qilish hammaga tushunarli bo'ldi, mana shu. Keyingisi ustozlar mana e'tibor bering. Xo'p, 5-sida aytayaptiki, 2 ko'paytirilgan ilzost x. Mana buni grafigi qanday hosil qilasiz deyapti. Xo'p, 5-si y barobar 2 ko'paytiruv ilzost x. Mana shu grafikini qanday hosil qilasiz deyapti. Ya'ni siz qarang, y barobar ilzost x ni grafikini bilasiz. Y barobar ilzost x ni. Mana buni ma'nosi nima deyapti. Qanday hosil qilamiz ustozda? Mana shu ma'nosi nima? Masalan, bitta nuqtalar olinglar, qarang. Mana bu nuqtani olsak, 0 0 koordinata. X ni o'rniga 1 qo'ysak, y'imiz ham 1 edi. Mana bu yerda x ni o'rniga masalan 4 qo'ysak, bu 2 edi, to'g'rimi? Mana shu ma'nosi nima? 2 ko'paytirilgan ilzost x ma'nosi 2 ni funksiyaga ko'paytiramiz. Buni ma'nosi nima ustozlar? Ilzost x ni 2 marta nima? Vertikal ravishda ko'chirish. Nima uchun vertikal, nima uchun gorizontal deyamiz? Sababi nima ustozlar? Mana shu nima uchun 2 marta vertikal ko'chiramiz? Nima uchun gorizontal emas? Chunki 2 bu funksiyaga ko'paytirilyapti. Mana ilzost x funksiyamizni 2 ga ko'paytiramiz. Agar mana bu 2 x ni ichida, ya'ni ilzostning ichida bo'lsa, bu gorizontal bo'ladi. X ga bog'liq ko'chishlar gorizontal bo'ladi, y ga bog'liq ko'chishlar vertikal bo'ladi. Ya'ni ilzost x ni 2 marta vertikal nima qilasiz? Ko'chirasiz. Ya'ni 2 marta vertikal ravishda ko'chirish demak, cho'zishni anglatadi bu. To'g'rimi? 2 marta y koordinatalarini oshirasiz. Ya'ni buni ma'nosi nima bo'ladi? Qarang. Masalan, 0 0 nuqtamiz 0 0 gacha turadi. X barobar 1 da y'imiz 1 edi. Endi x barobar 1 da nima bo'ladi? Y'imiz 2 marta cho'ziladi. 2 ga keladi bu mana bu. X barobar 4 da 2 edi. X barobar 4 da endi bu 4 bo'ladi. Mana bunday bo'ladi grafikimiz. Kim tushunmayapti ustozlar? Mana shuni aytinglar. Savol kimda bor? Aytinglarchi? Savol kimda bor mana shu bo'yicha? Hammaga tushunarli bo'lyaptimi ustozlar? Grafik qanday hosil qilish? Tushunarlimi ustozlar hammaga? Tushunarli bo'lyaptimi? Ustoz. Keyingisi 6-grafikka e'tibor bering ustozlar. 6-grafikni ma'nosi nima? Masalan, qarang. Bizga aytayapti, y barobar ilzost x ni grafikini bilasiz, deyapti, to'g'rimi? Endi aytayaptiki, minus ilzost x ni grafikini hosil qilingchi deyapti. Mana 6-savolda minus ilzost x ni. Biza qoida aytgandik. Qoida qanaqa edi? F at x va f at minus x lar deyapti, bular y o'qiga nisbatan, qarang, y o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Mana simmetrik. Buni ma'nosi nima? Qarang. Siz y barobar ilzost x ni grafikini bilasiz. E'tibor bering. Mana bu y barobar ilzost x deylik. To'g'rimi? Ilzost x. Endi minus ilzost x ni grafigi y ga nisbatan simmetrik bo'lar ekan-da bu. Mana bunday bo'ladi. Qarang. Mana. Xo'p, x bo'yicha ko'chirish, y bo'yicha ko'chirish, vertikal ko'chirish, gorizontal ko'chirish hammaga 100% tushunarli bo'ldimi ustozlar? Hammaga tushunarli bo'ldimi 100%? Kim tushunmadi?
Yusuf tushunarli bu. Masalan qarang, o'zimdan misol beraman. U SATdagi savollarni ustozni og'zaki yechib tashlaysiz-da, bunaqa tushunib bo'lsangizlar. Xo'p, masalan qarang. Mana shu bo'yicha ixtiyoriy, masalan sizlar o'sha kompyuterga nima deydi, grafikini chizish uchun funksiyalarni berasizlar, u hosil qilib beradi sizga, to'g'rimi? Uni algoritmi ham mana shunaqa ishlaydi-da. Asosiy funksiyani biladi, masalan x kvadrat, masalan nima deydi, kvadrat funksiyani grafikini chizadi, ixtiyoriy kvadrat funksiyani. U x kvadratni grafikini bilgani uchun qolganlarini shulardan hosil qiladi. Shunaqa ko'chirishlardan foydalanib chizadi-da. Xo'p, tasavvur qiling, mana masala berilgan. Siz qarang. Modulda x ni grafikini chizing deyapti. To'g'rimi? Modulda x ni grafikini chizing deyapti. Xo'p, modulda x ni grafiki qanaqa bo'ladi? Buni bilamiz mana. 0 da 0 bo'ladi, 1 da 1, minus 1 da ham 1. Xullas chizsak, mana bunaqa grafik hosil bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, modulda x minus 1 bo'lsa qarang. Modulda mana bunaqa bo'lsa, bu nimani bildiradi? Bizning funksiyamiz gorizontal ko'chadi, mana shu holatda vertikal ko'chadi. Aytinglar-chi. Gorizontal ko'chadi. To'g'ri, nima uchun? Chunki funksiyamiz x Chunki x o'zgaryapti, to'ppa-to'g'ri mana x o'zgaryapti. X dan 1 ayrilyapti. Bu degani modulda x ni bir birlik o'ngga siljitish degan ma'noni bildiradi-da bu. Mana shuni olasiz, u bir birlik siljitasiz. Mana bu nuqtamiz mana 0 0 edi. 1 ga keladi. Qarang. Mana bu nuqtamiz necha tur bo'lsa, bir birlik yuriydi. Xullas buni grafik nima bo'ladi? Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bunday bo'lsa-chi, modulda x masalan plus 1 bo'lsa, buni ma'nosi nima? Funksiyamizga bir qo'shilyapti. Ya'ni modulda x ni yuqoriga bir birlik siljitishni anglatadi. Ya'ni buni grafik qanaqa bo'ladi? Mana modulda x ni bir birlik yuqoriga siljitasiz. Mana qarang. Mana shuni bildiradi-da. Ma'nosi shu grafiklarni. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Xo'p, endi qarang. Hozir xo'p. Mana bu yerda shunaqa savollar bor. Yaxshiroq tushunib olaylik ustozlar buni. Bu boshqa kitobdan murakkabroq bitta kitobdan nima qilingan? Buni og'zaki aytib beramiz. Aytyapti sizga, qarang. Tasavvur qiling, mana tasavvur qiling. F at x ni deyapti, grafigi mana given degan berilgan. Endi mana bularning ma'nosi nima deyapti? Siz tasavvur qiling, yana qandaydir bitta grafik berilgan sizga. Tasavvur qiling, mana shift degani ustida bu ko'chirish degani. Ko'chiring deyapti, unit degani birlik. 3 birlik nimaga? Upward degan yuqoriga ko'chiring deyapti. Mana o'shani tenglamasini yozing deyapti. Mana right degani bu yozish, mana yozing, equation degan tenglamasi. Tenglamasi qanaqa bo'ladi deyapmiz. Tasavvur qiling, sizga f at x funksiya berilgan. Shuni 3 birlik yuqoriga siljitsangiz, aslida tenglamamiz qanaqa bo'ladi? F at x plus 3 bo'ladi-da. To'g'rimi? 3 birlik downward, pastga siljitsak, demak bizani funksiyamiz f at x edi, to'g'rimi? Nima bo'ladi demak? F at x minus 3 bo'ladi. Endi 3 birlik deyapti, right degan ustozlar bu o'ng degan. 3 birlik o'ngga siljitsak, nima bo'ladi? Tenglamasini nima yozishim kerak ustozlar? F at x minus 3 yozishim kerak, to'g'rimi? X dan 3 ni ayirishim kerak. Chunki o'ngga, chapga bu x ni ko'chirishni bildiradi, gorizontal ko'chish. To'g'rimi? Chapga ko'chirishdachi? Mana chapga ko'chirishda nima bo'ladi ustozlar? F at x plus 3 bo'ladi, tenglamamiz, to'g'rimi? Endi qarang. Reflect degan ustozlar bu akslantirish. Mana reflect degan ustozlar bu akslantirish degani. Akslantirish degani about degani atrofida. Atrofida x axis degan o'qi. X o'qi atrofida akslantirish. Akslantirish degan simmetrik ko'chirishda. Bizda f at x funksiyamiz bor. Shuni x bo'ylab simmetrik ko'chirsa qanday grafik hosil bo'ladi? Nima degandik? Minus f at x ni grafik hosil bo'ladi, to'g'rimi? Endi y o'qi bo'ylab akslantirsak nima edi? F at minus x ni grafik edi. To'g'rimi? Chunki f at x bilan mana f at minus x ni grafiki y bo'yicha simmetrik edi. F at x bilan minus f at x ni grafiki x bo'yicha simmetrik edi. Endi e'tibor bering. Mana G-siga e'tibor bering. Stretch degan usulda bu cho'zish. Cho'zish deyapti vertikal ravishda 3, mana factor of 3 degan 3 marta degani. 3 marta cho'zsak nima bo'ladi? 3 ko'paytirilgan f at x bo'ladi, to'g'rimi? Endi e'tibor bering. Shrink degan usulda bu siqish degani. Vertikal siqilsa 3 marta nima bo'ladi? F at x taqsim 3 bo'ladi. Kim tushunmadi ustozlar mana shu yerda? Kimda savol bor, aytinglar. Funksiyalarni ko'chirish.
Kimda savol bor? Xo'p, keyingisi. Bu tushunarli bo'lganmisa, ikkinchisiga e'tibor bering. Mana bularning ma'nosi nima? Shuni ayting deyapti. Yana qaytaramiz, o'sha yuqorida yurgan narsalarimizni qayta tushunib oling deyapti 100%. Siz deyapti, qarang. F at x funksiyani bilasiz. Mana buni ma'nosi nima deyapti? F at x plus 8 ning ma'nosi nima deyapti ustozlar? Buni ma'nosi nima? F at x funksiyani nima degani? 8 birlik yuqoriga siljishni bildiradi. B-sidachi? B-sida nimani bildiradi bu? 8 birlik chapga siljitishni bildiradi, to'g'rimi? Mana shu yerda ma'nosi nima? Birorta bir funksiyani 8 birlik chapga ko'chirishni ma'nosi nima ustozlar? Tasavvur qiling, qarang. Mana shu yerda hozir sizga tasavvur qiling mana. Mana bo'yicha savol beraman. F at x va f at x plus 8 bo'yicha savol beraman. F at x da qaysidir bitta nuqtani koordinatasi a yu b. Endi mana shu nuqtani mikrofonni o'chirib qo'yinglar. Mana shu nuqtani 8 birlik chapga siljitsak, mana shu nuqtamiz qayerga o'tadi? Mana shu nuqtamiz qayerga o'tadi? 8 birlik chapga siljitsak. Koordinatamiz nima bo'ladi? Aytinglar-chi. Koordinati nima bo'ladi? Javob bering-chi savolga. Masalan, f at x da qaysi koordinata bor? B degan nuqta bor. Ha? A plus 8 B bo'ladimi? Yo'q, chapga siljayapti-ku, chapga. A minus A 8 minus B. 8 b. Ha, B mana shu bo'ladi. Nimaga B o'zgarmayapti? Gorizontal ko'chishda y o'zgarmaydi. Faqat x o'zgaradi. Vertikal ko'chishda y o'zgaradi, x o'zgarmaydi. Shunga ahamiyat berishimiz kerak-da. Mana. Tushunarlimi? Keyingisi. Mana buni ma'nosi nima deyapti? 8 ko'paytirilgan f at x ning ma'nosi nima? Buni ma'nosi shundaki, 8 marta cho'ziladi. Vertikal ravishda, to'g'rimi? Mana 8 marta cho'ziladi. Xo'p, d ning ma'nosi nima ustozlar? 8 ko'paytirilgan x ni 8 ga ko'paytiryapmiz. Bu gorizontalni bildiradi. Nima degani bu? X ga xuddi teskarisiday biladi. Qo'shilsa chapga dedik, ayrilsa o'ngga ko'chadi dedik. Endi 8 ga ko'paytirilsa bu degani nima? Gorizontal. Mana gorizontal ravishda 8 marta siqiladi deganda. Tushunarlimi? Gorizontal ravishda 8 marta siqiladi. Mana. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi masalan tasavvur qiling. Xo'p, f at x funksiyon grafikida bitta nuqtani oldingiz, a yu b ni oldingiz. Endi siz f at 8x ni grafikni hosil qilishingiz kerak. Buni aytdikki, gorizontal ravishda 8 marta siqiladi. Ya'ni bu degan nima? X koordinatasi 8 marta siqiladi-da, y o'zgarmaydi gorizontal ko'chishda. Ya'ni bunda mana bu nuqtamizning koordinatasi nima bo'lib qoladi ustozlar? Mana f at x da a degan nuqta bor. Shuni men f at 8x ni grafikni hosil qilmoqchi bo'lsam, mana bu nuqta qaysi nuqtaga ko'chadi? X koordinatasi 8 marta siqiladi-da, a taqsim 8 bo'lib qoladi bu. Y-imiz nima bo'ladi? O'zgarmaydi. Mana shunday bo'lib qoladi. Tushunarlimi ustozlar? Mana. Xo'p, mana buni ma'nosi nima? Y sini ma'nosiga e'tibor bering. Ana bu murakkabroq funksiya. Buni ma'nosi shundaki, qarang. Biz yuqorida aytdik, f at x bilan minus f at x yo'qiga nisbatan simmetrik dedik-a. Lekin ayrilgan bir bor. Ya'ni mana buni grafiki qanday hosil qilinganini tushuntirishim kerak-da. Ya'ni bu nimani anglatadi? F at x ni x o'qi bo'ylab, e'tibor bering, x o'qi bo'ylab simmetrik ko'chiraman birinchi navbatda. Nima bo'ladi shunda? F at x ni simmetrik ko'chirsam x o'qi bo'ylab minus f at x bo'ladi. Simmetrik ko'chiraman. Keyin nima qilaman ustozlar? Va birlik pastga siljitaman yana, to'g'rimi? Birlik pastga siljitaman. Bo'ldi, mana shuni bildiradi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? F ni ma'nosi nima? Mana f ga qaranglarchi, buni qanday hosil qilaman? Y barobar 8 ko'paytirilgan f at x taqsim 8. Birinchi navbatda qarang, buni ma'nosi nima? Birinchi navbatda farqi yo'q. Mana 8 ko'paytiruvdan boshlasangiz ham bo'ladi yoki x taqsim 8 dan. Masalan, oson bo'lish uchun x taqsim 8 dan boshlaymiz. Birinchi navbatda qarang. F at x ni nima qilaman? Birinchi navbatda gorizontal ravishda nima bo'ladi? Gorizontal ravishda 8 marta
cho'zaman. Ya'ni bu degani nima? X karnida 8 marta ko'payadi. Va nima bo'ladi keyin? Cho'zgandan keyin f() x 8 grafik hosil bo'ladi. 8 ko'paydi va hosil bo'lgan funksiyani mana hosil bo'lgan funksiyani 8 marta vertikal ravishda nima bo'ladi? Cho'zamiz. Bo'ldi, mana shunda nima bo'ladi? Ana shuni grafik hosil bo'ladi. Kim tushunmadi ustozlar savol? Mana. Kim tushunmadi aytinglar. Hammaga 100% tushunarli bo'ldimi? Mana shu. Qanday hosil qilinishi? Kimda savol bor? Ma'nosi tushunishimiz kerak-da. Men ko'pchilik dars berganda o'sha ustozlar mana ba'zi ko'pchilik mana bu yuzaki o'rganganda mana shuni. Ya'ni masalan x + 8 bo'lsa, 8 birlik chapga siljitadi, x - 8 bo'lsa 8 birlik o'ngga siljitadi. Lekin ma'nosi nima deyilsa, mana bunaqa qilib, demak ko'pchilik o'rganmagan mana shuni. Lekin ana buni bilsangizlar ustozlar mana tezda beriladigan masalalarni og'zaki kechasizlar. Ma'nosi shunda buni. Ustoz, mana shu F chizma bilan tushuntirib bera olasizmi? Ya'ni qayta. Mana qarang. Xo'p, birinchi bu yerda hozir murakkabroq funksiya hosil bo'lar ekanda grafikni chizganimizda. Xo'p, hozir demak f() x ni grafik nuqtai nazardan chizganimizda hozir deylik x² funksiya oladigan bo'lsak, xo'p, mana bunday qilamiz. Mayli. Deylik f ni mana qarang. f() x ni ustozlar deylik masalan x² deb olaylik. To'g'rimi? Endi sizga deyapti, mana buni grafikni hosil qiling deyapti. 8 ko'paytirilgan f() x taqsim 8 ni grafikni hosil qiling deyapti. Xo'p, mana buni qanday hosil qilamiz? Biz x² ni grafikini bilamiz. Mana bunaqa grafik, to'g'rimi? f() x barobar x² ni grafiki. Birinchi navbatda nima bo'lyapti? Mana shuni, mana x taqsim 8 degani gorizontal bo'yicha 8 marta cho'zamiz. Ya'ni x koordinatalari ustozlar 8 marta cho'ziladi. Mana. Ya'ni hozir mana bu x² edi. Biz mana buni o'rniga qo'ysak 8 ko'paytirilgan f() x² taqsim nima bo'ladi? Bu 64 bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni buni hozir grafikini chizadigan bo'lsak, mana 0 dan 0 edi bu. Masalan x ni o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu 1 taqsim 64 bo'ladi. 2 ni qo'yadigan bo'lsak, mana oshib boraveradi mana. Ya'ni 8 marta cho'ziladi bu. Mana bunday bo'ladi. Qarang, birinchi navbatda f() ximiz gorizontal ravishda mana bu tarafga 8 marta cho'ziladi mana bu tarafga. Mana bunday cho'zilyapti. Keyin ustozlar nima bo'ladi bu? Mana buni f() x taqsim 8 grafik deylik. Keyin 8 ga ko'paytirilyapti. Bu 8 ga ko'paytirilsa ustozlar, mana shu grafikimiz nima bo'ladi? Vertikal ravishda 8 marta cho'ziladi. Ya'ni mana bu yerdan tutib 8 marta cho'zasiz. Mana shuni. Qandaydir nima bo'ladi bu? Mana bundayroq grafik hosil bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda endi buni hozir grafikini hozir chizganda, xo'p, tushunish uchun mana bularni har bir nuqtasini qanaqa o'zgarganini tushunib olishimiz kerak-da. Mana bu grafikdan hozir ozgina tushunarsiz bo'lib qoladi, nima bo'layotganida aytilmasa. Ya'ni buni ma'nosi shundaki, qarang. Sizda hozir f() x funksiya bor. f() x da qandaydir a va b nuqtangiz bor, to'g'rimi? Mana shu bitta nuqta uchun bo'lgan o'zgarish hamma nuqtasi uchun o'rinli. Ya'ni siz hozir a va b nuqta qanaqa o'zgarishini bilib olsangiz bo'ldi bunda. Masalan, f() x a va b nuqta bor. Endi f() x taqsim 8 bo'lganda mana shu nuqtamiz nimaga o'zgaradi? Qanday o'zgaradi? Aytinglar-chi ustozlar. X taqsim 8 bo'lganda mana bu nuqtamiz qanday o'zgaradi? A va b nuqta edi. Shu x taqsim 8 bo'lganda ana bu nuqtamiz qaysi nuqtaga aylanib qoladi? Kim aytadi mana? Nima bo'ladi? 8 marta cho'ziladi dedik. Ya'ni x koordinati 8 marta cho'ziladi, y ga o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni bu koordinat nima bilan nuqtamiz 8a yu b bo'lib qoladi. To'g'rimi ustozlar? Endi shuni 8 ko'paytirilgan f() x dedik. f() x 8 dedik. Buni ma'nosi nima? Y bo'yicha 8 marta cho'ziladi endi bu. Chunki funksiyaga ko'paytirilyapti 8 mana bu 8. Y bo'yicha 8 marta ko'paytiriladi. X'imiz o'zgarmay turadi. 8a va 8b bo'ladi. Mana qarang. A va b nuqtamiz oxir-oqibat 8a yu
8b bo'ldi. Ya'ni oxir oqibat nima bo'lar ekan? Masalan, f at x funksiyasi sifatida ustida x kvadratni oldik, to'g'rimi? Masalan, ixtiyoriy, masalan 4 tu, masalan mana bu yerda 4 degan nuqtani oldik. Mana e'tibor bering. Mana bunda 4 edi nuqtamiz. Mana bu y koordinatamiz 16 edi, ha? Oxir oqibat mana bu yerda nima bo'ladi o'sha? Ana shu 4 16 degan nuqtamiz oxir oqibat nima bo'ladi? Mana bu nuqtamiz. 4 16 degan nuqtamiz oxir oqibat bu nuqta mana ko'chib keladida mana 32 yu nima bo'lar ekan? 8b 128 bo'lar ekan. Qarang. Mana 8a yu 8b bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu nuqtamiz, demak bu 32 bo'lib qoladi. X'imiz, Y'imiz nima bo'lib qoladi? Mana Y'imiz xullas 8a bo'ldi. Mana 8 kara 4, keyin 8 kara 5, 8 kara 16. 80 ga 48 128 bo'lib qolar ekan mana. Mana bu nuqtamiz xullas 32 yu 128 ga aylab qolar ekan. Ma'nosi tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana shuni. Xo'p, mana bu yerda ustozlar qaranglar. Xo'p, hozir. Mana bu yerda mana bunaqa grafik bo'yicha yaxshi tushunishlaringiz uchun yana bitta misol berilgan. Mana shuni ham mana yechishga harakat qilamiz. Xo'p, juda yaxshi tushunib olish uchun yana mana bu juda yaxshi misol berilganda e'tibor bering. Bizga aytilyapti, qarang. F at x funksiya berilgan. To'g'rimi? F at x funksiya berilgan. Endi aytyaptiki, mana shu f at x funksiyasining grafigi, demak sizga berilgan, mana ana bu ko'k f at x funksiyasining grafigi, tasavvur qiling. F at x asosiy funksiyamiz mana shu f at x. Endi qarang. Mana bu a, b, c, d bor-ku, mana shularni, mana bulardan qaysi biriga to'g'ri keladi, shularni topishingiz kerak-da. Demak, mana bu ko'k f at x funksiyasining grafigi bo'lsa, mana bu funksiyamiz grafik qaysi bo'ladi? A ni. F at x minus 4 ni grafik qaysi bo'ladi? Aytinglar-chi. 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi, 6 mi? Aytinglar. Birinchisi A'sini grafik qaysi bo'ladi? O'zi ma'nosi nima buni? F at x ni nima degani bu? Ma'nosi nima aytinglar-chi? 3 bo'larni grafigi. Ma'nosi nima o'zi ustozlar buni? X o'qi bo'ylab 4 birlik siljiydi. Ya'ni qarangda, mana gorizontal ko'chyapti. X o'qi bo'ylab ko'chish degani bu gorizontal ko'chish degani. Gorizontal ko'chishda nima o'zgarmaydi? Y o'zgarishsiz turadi. Y o'zgarmaydi umuman. Faqat X o'zgaradi. Qarang, haqiqatda 3 bo'ladi-da bu. Qarang, funksiyamizning Y koordinatalari o'zgarmayapti. Mikrofonni o'chirib qo'yinglar ustozlar. Funksiyamizning Y koordinatalari o'zgarmayapti. Qarang, masalan mana bu 3 edi. Mana aniqroq nuqta olsak, masalan mana bu 3 edi. Nimaga o'zgaradi bu? X koordinatamiz 4 birlik o'ngga siljayapti. Bu nima bo'ladi? 3 koordinatamiz 7 ga keladi. Qarang. Yoki mana bu koordinatamiz x'imiz 0 edi, bu 1 bo'ldi. 0 u 1 edi. Bu nimaga keladi? X'imiz 0, y'imiz 1. X'imiz 0. 4 birlik siljiydi, 0 nuqtamiz 4 ga keladi. Y'imiz qarang, o'zgarishsiz qolyapti. Ma'nosi tushunarli bo'lyaptimi ustozlar mana? Gorizontal ko'chishda y'imiz, ya'ni funksiyamiz o'zgarmayapti, faqat x koordinatalar o'zgaryapti-da. Keyingisiga e'tibor bering. Demak, A'si nima bo'ldi bu? 3 bo'ldi mana. Mana, to'g'ri. B'siga e'tibor bering. F at x plus 3. Buni ma'nosi nima? 3 birlik tepaga 1. To'g'ri. 3 birlik mana shu funksiyani 3 birlik tepaga siljitamiz. Buni ma'nosi shundaki, x'imiz o'zgarmaydi. Faqatgina y koordinatalar 3 birlik siljidi. Nima uchun? Chunki vertikal siljityapmiz-da. Y o'zgaradi faqat. Qarang, mana bu nuqtamiz koordinatasi 0 1 edi. Endi nima bo'ladi? X 0 ligicha turaveradi, y'imiz 5 bo'ladi. To'g'rimi? Uzr, 4 bo'ladi. Mana. Mana bu nuqtamiz mana bu yerga siljiydi. Yoki mana bu nuqtamiz qarang. 3 0 edi, to'g'rimi? X'imiz 3, y'imiz 0 edi. Endi qarang. Y'imizga 3 qo'shiladi. Ya'ni 3 bo'ladi. Y koordinatasi x o'zgarmaydi. Qarang mana. Nuqtalarni qanday ko'chish tushunarlimi? Demak, mana 1 bo'ladi. To'ppa-to'g'ri mana shu. Tushunarlimi so'zi? Ma'nosi. Keyingisi C'siga e'tibor bering. 1/3 ko'paytirilgan f at x. Buni ma'nosi nima? 3 marta siqamiz. Ya'ni qarang, 3 marta siqiladi, ya'ni y bo'yicha 3 marta kichrayadi grafikimiz, 3 marta.
Mana bu degani nima? X'imiz o'zgarmaydi-yu, y koordinatamiz 3 marta kamayadi. Buni qarang. Masalan, f at x'imizda ana bu nuqtamiz koordinatasi 0 1 edi. To'g'rimi? Endi nima bo'ladi koordinatasini aytinglar-chi? X'imiz 0, y'imiz 1 edi. Endi x 0 bo'lsa, y'imiz necha bo'lib qoladi? 1 taqsim 3 bo'ladi. Qarang. Mana 1 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu nuqtamiz koordinatasi x'imiz 3 edi, y'imiz 0 edi. Endi y'imiz 3 marta kamayadi. O'zi 0 edi, 0 bo'lib turadi. X 3 bo'lsa, y'imiz 0. Qarang. 4ligi ma'lum bo'ldi-da shu yerda. To'g'rimi? Mana yoki mana bu nuqtamizni olsak, tasavvur nechidir? Mana x'imiz nechi bo'lganda, y'imiz taxriban 3 edi. Endi nima bo'ladi? X'imiz o'sha nuqta bo'lganda, y'imiz 1 bo'lib qoladi. Qarang. Ma'nosi tushunarlimi? 4 bo'lganda. Sababi. Bu demak 4. D'siga e'tibor bering ustozlar. Minus f at x plus 4 deyapti. Buni ma'nosi nima? F at x grafigi. Sababi nima shuni? Aha, birinchi navbatda qarang. Birinchi navbatda ustozlar, mana bu minusiga ishimiz bo'lmasin. Birinchi navbatda x plus 4. Ya'ni bu degani nima? 4 birlik birinchi navbatda f at x 4 birlik chapga siljitamiz. Mana buni birinchi 4 birlik chapga siljiting. Mana buni 4 birlik chapga siljitasiz. Masalan, 0,1 nuqtamiz nima bo'ladi? Y'imiz o'zgarmaydi. Nima bo'ladi? X'imiz mana 4 birlik chapga siljitsa, mana 0 edi. -1, -2, -3, -4 bo'ladi. Mana -4 bo'ladi. Mana -4 1 nuqtaga kelib qoladi, to'g'rimi? Mana 0,1 nuqtamiz -4 1 nuqtaga kelib qoladi. Yoki 3,0 nuqtamiz nima bo'ladi? 4 birlik chapga siljitsa, x'imiz 3 edi, y'imiz 0. Endi 4 birlik chapga siljitsak, mana -1 ga kelib qoladi. Y'imiz nima bo'ladi? 0 ligicha turadi. Mana. To'g'rimi? Mana bu nuqta qarang. Mana bu nuqta oxir oqibat mana bu yerga kelib qoldi. Mana bu nuqtamiz ustozlar oxir oqibat mana bunday keldi, mana bu yerga kelib qoldi. Qarang. Mana. Grafikingiz nima bo'ladi shu holatda? Mana. Y'imiz o'zgarmayapti. Faqatgina nima o'zgaryapti? Mana x'imiz o'zgaryapti. 4 birlik chapga siljiyapti mana shu. Grafikimiz mana bunday bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana qarang. Mana bunday bo'lishi kerak mana. Grafikimiz mana bunday bo'lishi kerak edi o'zi f at x plus 4 bo'lsa. Lekin mana buni minusligi ham bor. Minus degani nima degani? F at x bilan minus f at x ga nisbatan simmetrik. Mana shuni x ga nisbatan simmetrik ko'chirib qo'yasiz. Mana bunaqa grafik olsa bo'ladimi keyin? 5 bo'ladimi keyin, to'g'rimi? Mana. Kim tushunmadi ustozlar grafiklarni hosil qilishni? Tushunarli bo'lyaptimi hammaga? Mana shunday hosil qilinadi grafiklar. Keyingisiga e'tibor bering. Y'siga. Buni grafik qanday hosil qilingan? Mana. O'zi ma'lum, mana 1 ketdi, 3 ketdi, 4 ketdi, 5 qildi, faqatgina 2 qoldi. Endi lekin buni grafigi qanday hosil qilingan? Birinchi navbatda qarang. Birinchi navbatda f at x plus 6. Bu degani nima? F at x ni 6 birlik, mana funksiyani 6 birlik chapga siljitamiz. Mana ko'k funksiyani 6 birlik chapga. Masalan, 0,1 nuqtamiz nima bo'ladi? 6 birlik chapga siljitsa, -6,1 bo'ladi mana. -6,1 bo'ladi. Mana bu nuqta bo'lib qoladi. 3,0 nuqtamiz nima bo'ladi? 6 birlik chapga siljitsa, -3,0 bo'ladi. Mana bu nuqtaga kelib qoladi. Qarang. Mana bu nuqta va mana bu nuqtaga kelib qoldi. To'g'rimi? Mana. Keyin nima bo'ladi? 2 marta y bo'yicha cho'ziladi. Mana 0,1imiz, y'imiz cho'zilsa, keyin bu 2 ga kelib qoladi. Mana bu nuqtaga kelib qoladi. Mana bu -3,0 edi. Mana 2 marta cho'zilsa, x'imiz o'zgarmaydi, y'imiz 0 edi, 0 ligicha turadi mana. Ikkinchi grafik hosil bo'lib qoladi. Ma'nosi shu buni bo'ldi. Mana shunday ixtiyoriy murakkab funksiyalar ko'chirish yordamida mana shunday hosil qilinadi. Tushunarli bo'ldimi so'zlanmaga? Yusuf tushunarli bo'ldimi ustozlar? Yanada buni yaxshiroq tushunish uchun yana bitta boshqacharoq misol berilgan ustozlar. Mana shuni ham ko'rib chiqaylik mana. Xo'p, 4-misol berilgan. Qarang, buni juda osonlashib qoladi grafiklarni chizish. Mana bu yerda tushunib olaversak. E'tibor bering, qarang. Bizga aytayaptiki, f at x funksiyani grafik berilgan. Mana chiziqda, mana bu qizil chiziq bor-ku, bu f at x funksiyani grafigi. Mana shunga qarab deyapti, f at x minus 3 ni yoki f at x plus 1 va hokazo mana shu grafiklarni hosil qiling. Qanday hosil qilasiz deyapti. Nima qilamiz sizlar mana? Mana bu f at x funksiyani grafigi, mana berilgani. Siz birinchi navbatda mana aslida f at x minus 3 ni hosil qilishingiz kerak. Buni ma'nosi nima? Mana shu funksiyani nima qilasiz? 3 birlik
pastga siljitasiz, to'g'rimi? Lekin 3 birlik pastga siljitishda nima bo'ladi bu? Vertikal siljitish. Nima bo'ladi ustozlar? X koordinati o'zgarmaydi vertikal siljitishda. Faqat Y o'zgaradi. Shunga e'tibor bering. Ya'ni qarang. Buni grafik qanday chiziladi? Masalan, mana bu nuqtamiz koordinatasi nima? Mana -1, mana -2, to'g'rimi? Mana bu 2. Mana bu nuqtamiz qayerga siljiydi? 3 birlik pastga siljiydi, mana shu. X o'zgarmaydi lekin. Mana 3 birlik pastga siljsa, mana shu nuqtamiz mana bu yerga kelib qoladi. Yoki mana bu nuqtamizga e'tibor bering. 3 birlik pastga siljiydi, mana 1 birlik, 2 birlik, 3 birlik mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz 3 birlik siljiydi, mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz 3 birlik siljisa nima bo'ladi? 1 2 3 mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz qayerga kelib qoladi? Mana bu yerga kelib qoladi. Mana. Mana bunday tutashtiramiz endi. Mana e'tibor bering. Mana. Ana shu nima bo'lar ekan? F() x - 3 ni grafiga hosil bo'lar ekan mana shu yerda. Kim tushunmadi ustozlar mana? Vertikal ko'chyapti, x o'zgarmaydi, faqat y o'zgaradi. Gorizontal ko'chishda esa y koordinatasi o'zgarmaydi funksiyani, faqatgina x o'zgaradi. Tushunarli bo'ldimi asli? Hammaga tushunarli bo'ldimi ustozlar? Qanday hosil qilinayotgani? Keyingisi B-siga e'tibor beramiz ustozlar mana. B-siga qarang. Xo'p, B-sida aytayaptiki, f() x + 1 ni grafikini hosil qiling deyapti. Buni grafikni qanday hosil qilamiz? Buni ma'nosi nima? 1 birlik nima qilaman ustozlar? Shuni qayerga siljitaman? O'ngami, chapgami? Mana shuni. f() x + 1 da. 1 birlik chapga siljitamiz. Ya'ni bu degan nima bo'ladi? Y koordinatalar o'zgarmaydi. X koordinata 1 birlik siljiydi. Masalan, mana bu nuqtamiz koordinatasi nima bo'ladi? Qarang. Bu nuqtamiz koordinatasi -2 2 edi. Mana shu nuqtamiz qayerga kelib qoladi? X'imiz 1 birlik chapga siljiyapti. Mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz nima bo'ladi? Mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz qayerga kelib qoladi? 1 birlik chapga siljiydi. Mana bu nuqtamiz bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz 1 birlik siljiydi. Mana bu yerga kelib aniq nuqtalar olayapman endi. O'zi aslida hamma nuqta siljishi kerak. Mana bu nuqtamiz qayerga siljiydi? 1 birlik chapga. Mana bu yerga kelib qoladi. Tutashtiring endi mana. Mana bunday tutashtirsak, mana. Mana shunday grafika hosil bo'lar ekan. Tushunarlimi? Mana. C-siga e'tibor bering. Y barobar 1/2 ko'paytiruv f() x. Buni grafika qanday hosil bo'ladi? Mana bu yerga yana o'sha funksiyani qo'yamiz mana. 1/2 ko'paytirilgan f() x. Buni ma'nosi nima ustozlar? Buni ma'nosi nima edi? f() x ni vertikal ravishda, mana vertikal degan vertikal ravishda 2 marta siqamiz degan. Ya'ni bu degan nima? Y koordinati 2 marta kamayadi. X hech nima o'zgarmaydi. X vertikal ko'chyapti, x o'zgarmaydi. Mana bu nuqtamiz qayerga keladi ustozlar? Aytinglar-chi. Mana -2 2 edi. 1/2 ko'paytirilgan f() x. Mana bu nuqtamizning koordinatasi necha bo'ladi? Aytinglar. -2 2 edi koordinata. Nima bo'ladi? Mana -2 2 koordinatamiz nechaga kelib qoladi? Aytinglar-chi. Ayting. Nechaga kelib qoladi? Mikrofon yo'q, aytinglar. -1 u 1 mi? Yo'q. 1/2 ko'paytirilgan f() x. Bu vertikal ko'chish. Vertikal ko'chishda nima dedik? Y o'zgaradi, x o'zgarmaydi. X'imiz -2 turadi, Y'imiz 2 marta kamayapti. -2 1 bo'ladi. Xo'p, mana bu nuqtamiz -1 u 1 edi. -1 u 1 koordinatamiz nima bo'ladi? X o'zgarmaydi, Y 2 marta kamayyapti. 1/2 ga bo'ladi. To'g'rimi? Bu-chi? 0 0 nima bo'ladi? X o'zgarmaydi, bu ham 0 0 gacha turadi. Mana bu-chi 1 u 3 koordinatamiz nimaga keladi? X o'zgarmaydi, Y'imiz 2 marta kamayadi. Mana bu-chi 3 u 2 koordinatamiz. X'imiz 3 ligicha turaveradi, Y'imiz 1 bo'ladi. Bo'ldi, mana shularni tutashtirsangiz 1/2 ko'paytirilgan f() x grafika hosil bo'lar ekan. Mana -2 2 nuqtamiz -2 u demak 1 ga, mana bu yerga keladi. Mana -1 u 1 koordinatamiz, x'imiz o'zgarmaydi. -1 u 1/2 mana bu yerga keladi. 0 0 0 0 gacha turadi. 1 u 3 nima bo'ladi? 1 u demak 3/2, ya'ni 1,5 bo'ladi. Mana bu yerga keladi. 3 2 koordinatamiz nima bo'ladi? 3 u 1 bo'ladi. Mana qarang. Mana bunday tutashtirib chiqsak, mana. Demak, 1/2 ko'paytirilgan f() x ni grafika hosil bo'lar ekan. Tushunarlimi ustozlar? Qanday hosil qilingani? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Endi keyingisi D siga e'tibor bering. -f() x deyapti.
Qarang, D-sini grafigini chizamiz. Xo'p, D-sida aytyaptiki, nima edi? Y barobar minus f at x edi. Mana. Mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p, mana. Minus f at x ni grafik. Bu f at x. Nima dedik ustozlar? Qanday yozib bo'ladi? Nima qilamiz shu holatda? Minus f at x bilan f at x grafigi. Qanaqa edi? Akslantiramiz. X'ga Nima bo'yicha? simmetrik. X o'qi bo'ylab X. simmetrik bo'ladi. Ya'ni bu degani nima? Mana bu nuqta x o'qi bo'ylab simmetrik ko'chirsak, mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz nima bo'ladi? X o'qi bo'ylab simmetrik ko'chirsak, 0 0 nuqtani o'zida, 0 0 nuqtani o'zi. Mana bu nuqtamiz nima? 3 birlik bu yoqqa siljisa, mana bu yerga kelib qoladi. Mana bu nuqtamiz mana bu yerga kelib qoladi. Qarang, tutashtiramiz endi. Mana bunday. Mana bunday. Mana bunday. Mana bu f at x ni grafigi bo'lsa, bu minus f at x ni grafigi ekan. Qarang, x o'qi bo'ylab simmetrik bo'ldi. O'sha aniq nuqtalarni olib, simmetrik ko'chirib qo'yar ekanmiz bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Kim tushunmadi mana shuni? Aytinglar. 100% tushunarli bo'ldimi hammasi? Yana ko'ramizmi shunaqa misol? 100% tushunarli bo'ldi. Xo'p. Xo'p, mayli, mana buni ham ko'raylik ustozlar, o'sha ko'paytirish bilan bo'lishga oid. Mana misolni ham ko'raylik, keyin o'sha mavzuga o'tamiz. Bu u SATdagi mavzu mana shuni bir kichkina qismchasi o'zi. Oddiy mavzu. Xo'p, 5-savolga e'tibor bering. Grafigi berilgan deyapti. F at x mana qizil, bu f at x grafik. Mana bilan grafikni hosil qiling. Birinchisi ma'nosini aytinglar-chi ustozlar. F at 2x ma'nosi nima? F at x bilan. Kimdir aytinglar, nimani yoqib, mikrofonni. Ma'nosini aytinglar-chi. X ni qiymatini 2 marta ko'paytiramiz. Bu degani to'g'ri. X ni qiymati 2 marta ko'payadi. Yanada aniqroq aytsak, ya'ni matematik tilda aytsak, gorizontal ravishda 2 marta nima bo'ladi? Gorizontal ravishda 2 marta siqiladi. Ya'ni x da xuddi teskarisida, qo'shilganda bu yoqqa chapga siljiydi, ayrilganda o'ngga siljiydi. Ko'paytirilganda bu siqiladi, bo'linganda nima bo'ladi? Demak, gorizontal ravishda kengayadi. Xullas, buni ma'nosi nima? F at 2x ma'nosi bu mana bu yerga chizamiz. Aslida y barobar f at 2x ni ma'nosi nima ekan bu? Bu f at x ni mana x ga ko'paytirgan uchun tezda aytamizki gorizontal ravishda nima degani 2 marta demak siqiladi. Mana 2 marta siqiladi. Ya'ni buni ma'nosi nima ustozlar? Buni ma'nosi x koordinatalarimiz 2 marta kamayadi. Y'imiz o'zgarmaydi, chunki gorizontal ravishda nima bo'lyapti-da bu? Demak, shu yerdan hozir men f at 2x ni grafikini qanday hosil qilaman? Qarang. Mana bu nuqtamiz nima bo'ladi? 0,1 nuqtamiz nimaga ko'chadi? Aytingchi. 0,1 nuqtamiz oxir oqibat nimaga keladi? Ayting. 0,1 ga keladi yana. Demak, nima bo'ladi? X'imiz 2 marta kamayadi, 0 edi, 0 bo'ladi, y'imiz o'zgarmaydi. Mana shu yerda turar ekan bu. Mana bu koordinatamiz 1 u 2. 1 u 2 koordinatamiz nima bo'ladi? Necha bo'ladi aytinglar? 1 taqsim 2 2 bo'ladi. To'g'ri. Mana buni olinglar masalan. X ni necha deymiz mana? X'imiz demak 2, y'imiz 1. Bu nima bo'ladi? 1 u 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mana 1 u 1. Mana bu nuqtamiz masalan 3 u 0. 3 u 0'imiz nima bo'ladi? X'imiz 2 marta kamayyapti. 3 taqsim 2, y'imiz o'zgarmaydi. 3 taqsim 2 0 ligicha turadi. Yoki mana bu nuqtani olinglar mana. Xo'p, 1, 2, mana bu 3, 4 u minus 1. 4 u minus 1 nima bo'ladi? 2 marta kamaysa 2 u minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu nuqtamizni olaylik mana. Necha bo'lyapti bu? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 u 0. 6 u 0'imiz nima bo'ladi? 3 u 0 bo'ladi. Mana shularni chizamiz mana. 0 u 1 turibdi. Mana bu nuqtamiz qayerga ko'chadi? 1 taqsim 2 u 2 ga ko'chyapti. 1 taqsim 2 degani mana x'imiz 1 taqsim 2 bo'ladi, y'imiz 2 ligicha turadi. Mana x'imiz 1 taqsim 2 bo'lsa, mana bu yerga keladi. Y'imiz demak necha dedik buni? 2 dedik. Mana bu yerga keladi. Mana bu nuqtamiz bo'ladi. Xo'p, keyin 2 u 1 degan nuqtamiz, mana bu nuqtamiz qayerga ko'chadi? 1 u 1 ga ko'chadi. X'imiz 1, y'imiz 1. Mana bu nuqta bo'ladi mana.
Xo'p, undan keyin 3,0 nuqtamiz 1,5 bo'lyapti. Mana bu nuqtamiz qarang, 3,0 edi-ku. Demak, 1,5 bo'ladi. Mana bu yerga keladi mana. Xo'p, keyin 4 minus 1 2 minus 1 bo'ladi mana. 4 minus 1 degan nuqtamiz 2 demak minus 1 bo'ladi. Mana bu yerga keladi. E'tibor bering. Keyin 6,0 degan nuqtamiz 3,0 ga keladi mana. Mana bu nuqtamiz mana bu yerga kelib qoladi. Mana shularni birlashtiramiz qarang. Mana bunday ketadi. Mana bunday ketadi. Mana. Mana bunday bo'ladi. Mana shu nima bo'lar ekan? F 2x ni grafiki bo'lar ekan. Qarang. Gorizontal ravishda mana shuni qarang 2 marta siqyapmiz-da. Mana ana shuni hozir 2 uchidan boshlab 2 marta siqilsa mana bu tarafga xuddi mana shunday grafik hosil bo'ladi. Mana. Qanday hosil qilinishi tushunarli bo'ldimi ustozlar? Tushunarli bo'ldimi qanday hosil qilinishi? Endi B-siga e'tibor bering. B-siga bu A edi. B-siga e'tibor bering. Y barobar deyapti. F 1 taqsim 2 ko'paytiruv x deyapti. Xo'p, mana bu grafikni boshqatdan qo'yamiz yana. Xo'p. Hozir mana bu yerga qo'yamiz. Qarang. Endi bu qanday hosil bo'ladi? Buni ma'nosi nima ustozlar? Buni ma'nosi shundaki, f x ni gorizontal ravishda nima qilamiz? 2 marta cho'zamiz. Ya'ni cho'zish degani bu 2 marta oshiramiz-da. X koordinata qarang. Mana shu yerda ham yozib chiqing kerakli nimalarni. Masalan, 0,1 nuqtamiz nimaga o'zgaradi? X imiz 2 marta oshadi, y o'zgarmaydi. 0,1 ligicha turadi. Yoki to'g'rimi? Mana. Mana bu yerdan foydalanamiz. Yuqoridagi jadvaldan 1,2 imiz nima bo'ladi? 1,2 nuqtamiz. X imiz 2 marta oshadi. 2,2 bo'ladi. Qarang. 2,1 nuqtamiz nima bo'ladi? X imiz 2 marta oshyapti. 4,1 bo'ladi. 3,0 nuqtamiz nima bo'ladi ustozlar? 6,0 bo'ladi. To'g'rimi? X 2 marta oshadi, y o'zgarmaydi. 4 minus 1 nuqtamiz nima bo'ladi? 8 minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? Mana 8 minus 1 bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda qolib ketgan ekan 6,0. Xo'p, keyin nima bo'ladi mana? 6,0 degan nuqtamiz 12,0 bo'ladi. Ana shuni tasvirlang mana. 0,1 nuqta mana. Tasvirladik. Keyin nima bo'ladi? 1,2 degan nuqtamiz qayerga ko'chadi? 2,2 bo'ladi. Mana x imiz 2, y imiz ham 2 mana bu yerga ko'chyapti. 2,2. Keyin 4,1 bo'ladi mana. 2, 4,1. Mana bu joy bo'lyapti. Keyin 6,0. 6,0 mana bu yer bo'lyapti. Keyin 8 minus 1 6, mana 8 minus 1 mana bu nuqta bo'lyapti. Xo'p, keyin 12,0. 12,0 bu yerda. Mana. Xullas, mana shuni hamday nima qilamiz? Hozir. Hamday mana. Keyin 12,0 bo'ldi. 12,0 bu yerda. Hamda yo'q ketadi 12,0 acha. Mana bu yergacha keladi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana grafik qanday hosil qilish. 100% tushunarli bo'ldimi? Endi keyingisiga e'tibor bering. C-siga. C-sida qanday qilamiz? C-sida aytayaptiki, f barobar f minus x deyapti. Mana. Yuqorida aytganim ustozlar mana f x bilan f x va f minus x bu nima edi? Y o'qiga nisbatan simmetrik edi. To'g'rimi? Mana simmetrik. Xo'p, bu degan nima? Mana shuni har bir nuqtasini y bo'yicha simmetrik ko'chirib qo'yasiz, bo'ldi. Mana qarang, 0,1 y bo'yicha simmetrik ko'chirsak o'zi turadi, to'g'rimi? Mana nuqtani y bo'yicha simmetrik ko'chirsak, mana bu yerga keladi, to'g'rimi? Mana bu nuqtamiz siljisa, qayerga keladi? Mana bu yerga keladi. Mana bu nuqtamiz mana bu yerga keladi. Mana bu nuqtamiz 6,1 mana bu yerga keladi. Nima bo'ladi demak mana? Mana bunday. Mana bunday keladi. Xo'p, mana bu nuqtamiz ustozlar bu yoqqa kelib, mana bu yerga keladi bu. Taqriban. Mana. Hozir. Mana shunday bo'lar ekan grafik. Hammaga tushunarlimi ustozlar? Qanday hosil qilinishi? Kim tushunmadi, aytinglar. 100% tushunarlimi? Mana shular ustozlar, demak, bu simmetrik ko'chirish ekan. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Kimda savol bor, aytinglar. Savol bormi ustozlar? 100% tushunarli bo'ldimi bu? Keyingisiga ham e'tibor beramiz. D-si. D-sida aytayaptiki ustozlar mana
Y barobar minus deyapti, f bat minus x deyapti. E'tibor bering. Bu yerda qanday hosil qilamiz endi? O'zi biz aytgandik ustozlar, f at x va minus f at x lar x ga nisbatan simmetrik edi. X ga nisbatan simmetrik. Lekin bu yerda e'tibor beringda. Mana bu minus kelyapti, f at x emas, f at minus x kelyapti. Va qarang, f at x va f at minus x lar nima bu? Y ga nisbatan simmetrik edi. Endi bu yerda e'tibor bering. Birinchi navbatda mana bu nima bo'lyapti demak? Mana f at minus x desa, birinchi navbatda bu y ga nisbatan simmetrik bo'lyapti, to'g'rimi? Y ga nisbatan simmetrik bo'lyapti. Keyin o'sha funksiya minusga farq qilsa, x ga ham nisbatan mana y ga nisbatan simmetrik va keyin nima bo'lyapti shuni? X ga nisbatan nima qilamiz demak? Yana simmetrik ko'chirib qo'yamiz. Ya'ni buni ma'nosi nima ekan? Mana minus, mana f at minus x bo'lsa, y ga nisbatan simmetrik va x ga nisbatan ham simmetrik bo'lar ekan. Ya'ni bu degani birinchi navbatda mana osondan boshlaymiz, qarang. Birinchi navbatda shu funksiyani x ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz, keyin yana o'shani y ga nisbatan ham simmetrik ko'chiramiz. Buni x ga nisbatan simmetrik ko'chirsak, mana bu nuqta bu yerga keladi. Bu nuqta mana bu yerga keladi. Mana bu nuqtamiz bu yerga kelyapti. Mana bu nuqtamiz o'zi. Bu nuqtamiz nima bo'ladi? X ga nisbatan simmetrik ko'chsa, mana bu yerga keladi. Bu mana. Mana buni qarang. X ga nisbatan simmetrik ko'chirdik. Mana. Mana bu nuqtamiz. Endi mana shuni y ga nisbatan simmetrik ko'chirsak, nima bo'ladi? Mana bu aytilgan funksiyaning grafiki hosil bo'lar ekan. Kim tushunmadi ustozlar mana shuni? Hozir buni y ga nisbatan simmetrik yana ko'chirishimiz kerak o'zi aslida. Hozir biz x ga nisbatan simmetrik ko'chirib qo'ydik. Hammaga tushunarli bo'ldimi bu? Hozir bu yerga joy yo'q ekan, y ga nisbatan mana bu yerga chizaylik mana. Demak, bu f at x ni grafigi sizdan so'rayapti, minus f at minus x ni grafigi. Mana bu f at minus x bu nima dedik birinchi navbatda? Mana bu birinchi navbatda nima dedik? Y ga nisbatan simmetrik dedik. Keyin funksiyani oldiga minus qo'yilsa, x ga nisbatan simmetrik ko'chirishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda y ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz, keyin x ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Yoki biz teskarisidan boshladik. Birinchi x ga nisbatan simmetrik ko'chirdik. Mana shuni, demak x ga nisbatan simmetrik ko'chirdik mana. Xo'p, mana bunday qilib simmetrik ko'chirdik. Mana. Birinchi navbatda mana bu mana x ga nisbatan simmetrik ko'chdi. Mana shuni endi y ga nisbatan simmetrik ko'chirsak, mana bu nuqtamiz o'zi turadi. Mana bu nuqtamiz mana bu yerga keladi. Mana bu nuqtamiz demak mana bu yerga keladi. Mana bu 3 ta nuqtamiz mana bu yerga keladi. Xo'p, mana bu 4 ta bir nuqtamiz mana bu yerga keladi. Keyin mana bu 6 nuqtamiz mana bu yerga keladi. Ya'ni mana, qarang. Mana bunday demak mana. Mana shu nima bo'lar ekan ustozlar mana? Demak, minus f at minus x ni grafiki hosil bo'lar ekan. Grafiklar hosil qilish hammaga tushunarlimi ustozlar? Savol bormi mana shu bo'yicha? Endi bugungi o'zimizni mavzuga qaytadigan bo'lsak, ustozlar mana. Mana shu tushuntirganlarimni nimasi oddiy demak qismchasi buni. Mana shu yuqoridagilarni tushungan bo'lsangizlar ustozlar, bu mana mavzuni demak siz og'izdan kechib chiqasiz. Mana bugungi mavzumiz ustozlar, demak bu nima? Shifting, ya'ni ko'chirish. Va deyapti, transforming degan, bu ham o'zi aslida ko'chirish yoki o'zgartirish desak bo'ladi. O'zgartirish degan o'sha son qo'shish, sonni ko'paytirish, shunga doir demak masalalar demak berilgan. O'sha yerda mana misollarni demak boshlab ketaveramiz. Demak, birinchi misollarga e'tibor beramiz ustozlar. Bu yerda juda oson misollar o'zi. Birinchi misolga e'tibor beramiz endi. Bizga aytayapti mana misol 1. Mana bu funksiya berilgan. Shu deyapti, nimaga shift degan ustozlar ko'chirish dedik. Yuqoriga degani 4 birlik ko'chirish yuqori. Endi sizga nima deyapti? Bu deyapti y koordinatasi. Mana nimani? degan bilan demak misol bizga aytyapti mana ko'chirishda kesishmasini deyapti-da.
Birinchi usul ustozlar mana. Har doim mana berilganda bir funksiya mana ko'rsangiz topasiz yozish degan. Y barobar bo'ladi minus 2x plus 13. To'g'rimi? Mana y'imiz mana shu. Buni topib oldik. Birinchi usuli ustozlar e'tibor bering. Birinchi usuli xo'p nima deyapti buni? 4 birlik yuqoriga ko'chirsak nima qilardik? Funksiyamizni o'ziga mana minus 2x plus 13 ni o'ziga nima qilamiz? 4 ni qo'shib qo'yamiz. Funksiyamiz mana shunga kelib qoladi, to'g'rimi? Minus 2x plus 17 ga kelib qoladi. Endi mana shuni y bilan kesish nuqtasi nimaga teng? X ni o'rniga 0 qo'yamizda, nima bo'ladi? 17 bo'ladi. Javobimiz 17. Bu hammaga tushunarli, to'g'rimi? Yuqoriga ko'chirilgandan keyin funksiyaga qo'shamiz dedik qoida bo'yicha. Hammaga tushunarli, ustozlar bu. Birinchi usuli. Hammaga tushunarli. Bu birinchi usulni hamma yecha oladi. Mana ixtiyori odamga bersangiz, masalan, parallel ko'chirish nima ekanligini bilmasangiz yecha oladi. Endi ikkinchi usulga qarangda. Bizda o'sha o'rgangan, yuqorida o'rganganlarimiz qo'llasak, ma'nosi nima bo'ladi mana? Bizning funksiyamiz minus 2x plus 13 edi. To'g'rimi? Mana shu funksiyani birinchi navbatda y bilan kesish nuqtasini topay. Nimaga teng ustozlar bu? X ni o'rniga 0 qo'ysam, mana bu funksiyani y bilan kesish nuqtasi 13. Endi yuqoriga 4 birlik ko'chirsak, nima bo'ladi dedik ustozlar? Faqat y koordinatalar o'zgaradi. Buni y bilan kesish nuqtasi 13 edi. Demak, natijaviy yuqoriga ko'chirilgan funksiyani y bilan kesish nuqtasi nima bo'ladi? Mana bu 0.13 edi. U nima bo'ladi? X barobar 0 da y bilan kesish nuqtasi 17 bo'ladi mana. Ikkala usul ham tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ikkala usul ham tushunarli bo'ldimi? Kim tushunmadi? Aytinglar. Demak, buni ma'nosi shunday ekanki, bizga berilgan mana shu funksiyani y bilan kesish nuqtasini topib, o'shani 4 birlik yuqoriga siljitib qo'ysak bo'ldi. Sababi yuqoriga ko'chirilganda y koordinatalar ham yuqoriga siljiydi. X o'zgarmaydi umuman. Masalan, sizdan aniq so'rasa, o'sha y bilan kesish nuqtasini koordinatasini so'rasa, mana dastlab funksiyamiz koordinatasi 0.13 edi. Qarang, keyingi hosil bo'lgan funksiyamiz y bilan kesish nuqtasining koordinatasi 0.17 bo'ladi. Sababi vertikal ko'chishda x o'zgarmaydi, y o'zgaradi. O'sha qoida. Yusuf tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ikki xil usul ham. Bitta masalani ustozlar, masalan aytadi-ku, 100 ta masalani bittadan bir xil usulda yechgandan ko'ra bitta masalan 100 xil usulda yechganingiz yaxshi-da, 100% tushungan bo'lasiz. Keyingi masalaga e'tibor bering. Ikkinchi masala qarang. Xo'p, bizga aytayapti mana, misol 2 hx funksiya deyapti, mana defined degan ustozlar bu aniqlangan dedik. Hx funksiya quyidagicha aniqlangan. Xo'p. Agar deyapti g(x) funksiya mana shunga teng bo'lsa, ya'ni buni ma'nosi nima ustozlar? Demak, g(x) nima ekan bu? Ana bu hx ni nima ekan? 9 birlik o'ngga siljitganimiz ekanda, hx tasavvur qiling, hx funksiyaning grafiki berilgan. Shuni siz o'ngga 9 birlik ko'chirsangiz, g(x) hosil bo'lar ekanda, ma'nosi shu. Va aytayaptiki, point degan nuqta. Mana shu nuqta lie degani yotadi. Mana shu nuqta nimada? g(x) da yotadi. Sizdan k ni so'rayapti mana. 2k degan nuqta nima deyapti? g(x) da yotadi. Shuni toping. Buni ham ikki xil usulda yechsak bo'ladi ustozlar. Birinchi usuli qaysi, ikkinchi usuli qaysi? Birinchi usuli hamma biladigan usul. Usul nima? Mana bu hx dan foydalanib, mana qarang, birinchi usuli ustozlar hamma biladigan usul. Tasavvur qilmasdan yechishda bu. Ya'ni hx ni birinchi yozamiz. 8x deymiz plus 104 dan 20 ketsa 84 mi? Mana 84. Xo'p, g(x)imiz nima bo'ladi? h x minus 9 edi. Ya'ni x ni o'rniga x minus 9 ni qo'yamiz. Qarang, mana uzun usul bu. 8x minus 72 bo'ladi. Minus 72 ga 84, 12 bo'ladi. Qarang, g(x)imiz 12. 8x plus 12. Endi bizga aytayapti, 2k nuqta g(x) yotadi. Ya'ni x ni o'rniga 2 qo'ysak, nima bo'ladi? Y-imiz k bo'ladi. Shunda k nimaga teng? 16 plus 12 28 ga teng. Mana bu hammaga tushunarli, bu usuli, oddiy usuli bu. O'zimiz bilgan usul. Endi qarang, ikkinchi usuli ustozlar.
Sizlar demak yaxshi tushunib oldingizlar, o'sha ma'nosini qarang. Buni ma'nosi nima? 2k degan nuqta jihat xda yotsa, e'tibor bering. Mana bu qarang. Hx minus 9 degani bu nima degani? Jihat hx ni 9 birlik o'ngga siljitsak, jihat xni grafiki hosil bo'ladi. Tasavvur qiling. Jihat xda 2k degan nuqta bo'lsa, mana shu nuqtamiz hx da qaysi nuqtaga mos keladi? E'tibor bering. Hx da qaysidir nuqtani 9 birlik gorizontal siljityapmizda, mana bu nuqta hosil bo'lyapti, qarang. Mana jihat x'imizda 2k hosil bo'lyapti. Mana shu nuqtamiz hx da koordinatasi nechi bo'lardi? Buni qarang, 9 birlik o'ngga siljitganimizda keyin 2k degan nuqta hosil bo'lyapti-ku. Demak, mana buni koordinatasi nima bo'ladi? -7 k ekanda, to'g'rimi? -7 k degan nuqta hx da yotar ekanmiz so'zlar, to'g'rimi? Chunki mana shu nuqtadan 9 birlik siljitsak o'ngga, keyin 2k degan hosil bo'ladi-ku, mana. Y o'zgarmaydi, chunki gorizontal ko'chyapti. Demak, mana qarang. Mana bu hx grafigi, mana bu jihat x grafigi. Demak, mana bu nuqtamiz hx da yotadi deb olsam ham bo'ladi-da. X ni o'rniga -7 qo'yaman. 8 ko'paytirgan, mana -7 + 13 - 20 deyman. Barobar k ga teng deyman. Shu nima bo'ladi mana? 6 48, 48 dan 20 ketsa 28 hosil bo'ladi mana. Bu ikkinchi usuli. Bu ikkinchi usuli o'sha yuqoridagilarni nima degani, grafikini yaxshi tushungan kishi mana shu usulda yechadi-da. Aslida shu usulda yechish kerak o'zi. Mavzuning maqsadi shu. Mana shuni tushuning demoqchi. Birinchi usulda ham yechsangiz bo'laveradi, farqi yo'q. Lekin mavzuning maqsadi mana shu usulda yechish. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Kim tushunmadi? Aytinglar. Ikki xil usul ham tushunarli, muhim ikkinchi usul. Ikkinchi usul Yusuf tushunarlimi? Keyingisi. Mana masalaga qaraymiz. Bizga aytayapti, mana buni ham boshqa usullarni ham yechishga harakat qiling. f(x) funksiya deyapti, shown degan ustozda mana ko'rsatilgan. f(x) funksiya ko'rsatilgan nimada? Right degani o'ngda. Mana o'ngda ko'rsatilgan. Agar deyapti, jihat x deyapti, mana bunga teng bo'lsa, sizdan jihat 1 ni so'rayapti. Mana. Mana bu f(x) ning grafigi, ustozlar e'tibor bering. Jihat x mana bunga teng bo'lsa, jihat 1 ni topishni so'rayapti. Bu ko'p usulda yechishimiz mumkin. Eng oson usuli qarang. Birinchi jihat 1 degani x o'rniga 1 ni qo'ysak, nima bo'ladi bu? f(3) + 3 degan, to'g'rimi? Bizda f(3) nimaga teng? Mana x o'rniga 3 qo'ysak, f(3)imiz -1 ga teng. -1 + 3 2 bo'ladi, to'g'rimi? Eng oson usul shu ekan. Bu hammaga tushunarli ustozlar? Xo'p, boshqacha usulda qanday yechsak bo'ladi? Jihat 1 ni toping deyapti. Bu boshqacha usul ustozlar mana. Bu o'sha boshqacha usul bundan ozgina qiyinroq bo'ladi. Unda to'g'ri chalg'ib ketar ekansiz. Mana shu usul eng oson usul ekan. Boshqa usulni ham tushuntiraman, qarang. Jihat x barobar f(x) + 2 + 3 ning ma'nosi nima? Buni ma'nosi shundaki, mana f(x) funksiyani birinchi navbatda siz 2 birlik nima qilasiz? Chapga siljitasiz. 2 birlik har bir nuqtasini 2 birlik chapga siljitasiz. Ya'ni buni grafik qanday hosil bo'ladi mana? Mana bu 2,0 nuqta, mana bu yerga kelib qoladi 3, mana bu yerga kelib qoladi xullas mana. Grafik qanday bo'ladi? Mana bu 4 nima? Xo'p, mana bu yerga kelib qoladi xullas mana. Mana bunday grafik hosil bo'ladi. Va nima bo'ladi? +3 degan mana shu 3 birlik yuqoriga siljitasiz. Mana bu nuqtamiz demak 2 ga kelib qoladi. Mana bu 1 nuqta nima bo'lib qoladi? 3 birlik siljisa 2 ga kelib qoladi mana. Oxir-oqibat grafik mana bunday hosil bo'lib qoladi. Jihat 1 da xullas nima hosil bo'ladi? Jihat 1 degani 2 ga teng bo'lishi hosil bo'ladi mana. Jihat 1 da demak funksiyamiz 2 ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Endi bu usuldan ko'ra birinchi usul oddiy ekan, mana funksiyalarni ko'chirish, uni ham bilsangiz yaxshi, lekin testda kelganda bu usul bo'lib qoldi bunda. Tushunarlimi ustozlar? Hammaga. Keyingisi. Funksiyadagi mana bu ishlanganda -1 qayerdan keldi? Mana. Birinchi usuli mana qarang, jihat 1 ni toping dedi, x ni o'rniga 1 ni qo'ydik. Ya'ni jihat 1 barobar f(3) + 3. Mana shunga teng. Biz f(3) ni topishimiz kerak mana. Mana berilgan funksiyaning grafiga qarang. f(3) degani mana x ni o'rniga 3 qo'yganimizda y imiz nimaga teng? Ya'ni x 3 bo'lganda mana y imiz -1 mi?
Mana minus 1 ku y-imiz. F 3 minus 1 ekanda. Tushunarlimi? Mana x ni o'rniga 3 kelganimda mana x barobar 3 bo'lganda y koordinatamiz nimaga teng? Mana minus 1. Grafikdan Minus 1 ko'rib plus 3 demak 2 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? tushunarli. Keyingi masalaga e'tibor beramiz. Xo'p. Keyingi masala hozir mana bu yerga qo'yaylik. Grafik ham berilgan ekan. Xo'p, e'tibor bering. Bizga aytyaptiki, 4-masalada funksiya mana shown degani ko'rsatilgan, mana shu funksiya ko'rsatilgan, right degani o'ngda. Xullas, mana bu nima ekan? Mana bu funksiya ekan, qarang. Mana bu ko'rsatilgan grafik, mana bu funksiyani grafiki ekan. Bizga aytyapti, nima deyapti? P24. Mana equal teng P24 nimaga teng? Shunchaki P24 degan topishimiz uchun nima qilamiz? P24 topishimiz uchun x ni o'rniga xo'p, demak hozir shoshmanglar. Aha, bo'ldi. Bizdan hozir ustozlar P24 ni qiymatini so'rayapti. Mana hozir x ni o'rniga 1 qo'ysam, mana bu qiymatimiz nimaga teng bo'ladi? Qarang, x ni o'rniga 1 qo'ysam, mana x ni 1 tanlasam, bizning funksiyamiz nimaga teng bo'lyapti? Mana x ni o'rniga 1 qo'ysam, bizning funksiyamiz nimaga teng bo'lyapti? x1. Bu nimaga teng? Mana funksiyamiz. Mana minus 1 bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni x ni o'rniga 1 qo'yganimda mana bu grafikimiz mana bu funksiyani-ku. Ya'ni x ni o'rniga 1 qo'yganimda mana 1 plus 23 minus 18 xullas nimaga teng bo'lyapti? Mana shuni o'zi minus 1 ga teng bo'lyapti. Demak, P24 nimaga teng ekan? 17 ga teng ekan. Hammaga tushunarli bo'ldimi, ustozlar? Mana shu. Qarang, ozgina chalg'ituvchi, mana P24 17 bo'lar ekan. Nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki mana bu grafik mana bu funksiyani grafikida. Mana x plus 23 minus 18 ni grafiki. X ni o'rniga 1 qo'ysam, mana buni qiymati minus 1 bo'lishi kerak. Qarang, x ni o'rniga 1 qo'ysam, mana buni qiymati minus 1 turibdi. Mana shuni o'zini minus 1 ga tenglashtirdik. P24 shunda 17 ga teng bo'lish kelib chiqdi. Tushunarli bo'ldimi, ustozlar bu? Hammaga tushunarlimi mana shu? Kim tushunmadi? Tushunarlimi, ustozlar bu? Tushunarli hammaga? Xo'p, keyingisiga e'tibor bering. Endi bu yerda ustozlar mana shu mavzuda qaranglar. Juda ham yaxshi masalalar berilgan. Bu masalalarni qarang. 1 dan 27 gacha o'z vazifa. Mana buni yozib qo'yamiz. Mana hozir o'zida 1 soatda yechib chiqsangizlar bo'ladi, lekin qarang. Mana shu vazifani ustozlar siz ikki xil usulda yechishingiz kerak. Men yuqorida ko'rsatgan bo'yicha yechishingiz kerak. Mana ikki xil usulda. Ya'ni bu masalalarni ustozlar o'sha yuqoridagi mavzuni uncha tushunmasdan turib ham yechsa bo'ladi. Ma'nosini bilmasdan, qoidani bilib yechsa ham bo'ladi, lekin yuqorida men ko'rsatgan usulda yechsangizlar, uni ixtiyoriy masala kelsa, ya'ni nima qila olasizlar, uni yechib olasizlar-da, o'sha yuqoridagi o'rgatgan usullarim bilan yechilsa. Xo'p, masalan, qarang. Xo'p, hozir xo'p, bu yerda mana masalan 13-savolni olaylik. 13-savol. Mana bunaqa savol berilgan ustozlar, e'tibor bering. Aytyapti. Gx ni tenglamasi berilgan mana bunaqa ko'rinishda. Hx ni tenglamasi mana bunaqa ko'rinishda. Endi aytyapti, qarang, which of following quyidagilardan qaysi biri transformation degani bu o'sha ko'chirish yoki o'zgartirish desak bo'ladi. Quyidagilardan qaysi ko'chirish deyapti? Require degan talab qilinadi. Mana talab qilinadi. Turn degani bu o'zgartirish degani. Bu ham o'zgartirish uchun hx ni gx ga qarang. Hx funksiyadan birinchi javobga e'tibor bermagan. Hx funksiyamiz berilgan. Mana bunaqa ko'rinishda minus x plus 2 kvadrat plus 11.
Endi mana shundan qanday nima ko'chirish orqali qanday parallel ko'chirishlar orqali mana buni grafikni hosil qila olamiz. E'tibor bering. Minus x minus 2 ni kvadrati plus 9. Mana javobga e'tibor bermanglar-chi. Aytinglar-chi. Mana shu hx dan gx hosil qilish uchun qanaqa ko'chirishlar bajarishim kerak? Masalan, yuqoriga necha birlik ko'chirishim kerak vertikal ravishda yoki gorizontal ravishda qanaqa qilib? birlik jildirishimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda Jildirishimiz kerak. qayerga? O'ngga ham, chapga ham shunisini ham ayting. O'ngga. Aha, hx ni birinchi navbatda 4 birlik o'ngga ko'chirsak, bundan 4 ni ayirishimiz kerak, x plus 2 minus 4 bo'ladi. Ya'ni bu x minus 2 ni kvadrati, to'g'ri? Keyinchi? 2 birlik pastga. Xo'p, keyin 2 birlik, to'g'ri. Demak, 2 birlik keyin pastga ko'chirsak bo'ldi mana. 4 birlik o'ngga, 2 birlik, demak pastga. Mana qaysi javob? D javob. Mana D javobda aytyapti, qarang. D javobda shift, ya'ni ko'chiring deyapti mana. Ko'chirish kerak. 4 unit degan birlik. 4 birlik right degani o'ngga va deyapti 2 birlik down degan usulda pastga dedik. Demak, D javob to'g'ri. Bo'ldi, mana shu D javob olamiz. Yana bir nimani aytib o'taylik ustozlar, mana up degani yuqoriga, down degani ustozlar mana bu pastga degani. Right degani mana o'ngga degani. Xo'p, left degani ustozlar bu chapga degani. A javobda nima deyapti? Ko'chiring 2 birlik chapga va reflect degani ustozlar simmetrik ko'chirish. Simmetrik ko'chiring deyapti. Mana ishora o'zgarmayapti-ki, ishora o'zgarmasa simmetrik ko'chirib o'tirmaymiz. Simmetrik ko'chiring mana over degan bo'ylab. X o'qi bo'ylab deyapti. Bu xato. B javobda ko'chiring 4 birlik chapga, 2 birlik yuqoriga, bu ham xato. C javobda o'ngga ko'chirish deyapti va x o'qi bo'ylab ko'chirish, bu ham xato. Demak, D javob bo'ldi. Hammaga tushunarli bo'ldi, ustozlar, 100% bu. Xo'p, bu yerda yana masalan qarang. Mana bu 8-savolda ham biz turli xil usullarda yechishimiz mumkin buni. E'tibor bering, 8-savol. Fx funksiya berilgan. Sizga aytyapti, qarang. G at x deyapti, bu result degani natijasi. G at x deyapti, natijasi, translating degani ustida, bu ham ko'chirish degani. Ko'chirish natijasida f at x ni up yuqoriga 13 birlik. Ya'ni g at x ni hosil qilish uchun f at x ni 13 birlik yuqoriga ko'chirasiz. Sizdan g at 0 ni so'rayapti. Qanday topamiz ustozlar? Ko'pchilik mana bunday qiladi. Birinchi f at x ni ochib oladi. Uzr, g at x ni birinchi topib oladi. Yuqoriga 13 birlik ko'chirish degani, mana bu f at x ga 13 ni qo'shsak, g at x hosil bo'ladi. Shunaqa qilib topadi. Mana ko'pchilik mana bunday qiladi. Birinchi usul deydi. F at x mana bunaqa. Demak, g at x deydi. F at x ni yuqoriga 13 birlik ko'chirsak, shunchaki f at x ni o'ziga, mana f at x ni o'ziga 13 ni qo'shib qo'yamiz deydi. To'g'rimi? Mana 5 usul. X plus 5. Shundan keyin g at 0 ni topadi. Bu ham to'g'ri. 4 ko'paytiruv 7 ko'paytiruv 5 plus 13 bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Endi ikkinchi usuli nima? Biz biladigan usul. Ikkinchi usuli ustozlar mana. Biz mana shu yerda f at 0 ni topsam ham bo'ladi-da. F at 0 ni topsam nimaga teng bu? X o'rniga 0 qo'ysam. 28 kara 5, ya'ni 140 bo'ladi. To'g'rimi? Mana. Endi 0 da bizni f at x funksiyamiz 140 ga teng, ya'ni y koordinatida 140. 13 birlik shuni yuqoriga ko'paytirsam, yuqoriga oshirsam, x o'zgarmaydi, y ga nima qo'yiladi? 13 qo'shiladi. Demak, 153 bo'ladi. Ikkinchi usul mana shuni topsak ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar, ikkala usul ham? Kim tushunmadi? Ikkala usul ham tushunarli bo'ldimi? Xo'p, keyingi masalalarga e'tibor bering. Masalan, masalan qarang. Birinchi masalaga e'tibor bering. G at x berilgan. Sizdan so'rayapti. G at x minus 7 ni y o'q bilan kesishish nuqtasini toping. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda e'tibor bering. G at x berilgan. Mana buni y o'q bilan kesish nuqtasini toping deyapti. Birinchi mana funksiyani y o'q bilan kesish nuqtasini topib, keyin 7 ni ayirib qo'ysam ham bo'ladimi? Y o'q bilan kesish nuqtasini topsak, mana x ni o'rniga 0 qo'ysak, minus 32 bo'ladi. Endi mana bunikini topsam, buni y o'q bilan kesish nuqtasi nima bo'ladi? 7 ni ayirib qo'yaman, bo'ldi-da. Mana shu minus 32 dan, to'g'rimi? Necha bo'ladi? Minus 39 bo'ladi, bo'ldi.
Chunki y bo'yicha 7 birlik siljiydi-ku. Y o'qi bilan keshish nuqtasi ham 7 birlik pastga siljiydi-da. Mana. Yoki uzoqroq usul mana. Jihati x ni ochib olib, keyin 7 ni ayirib, keyin uni topsak ham bo'ladi, lekin u uzoqroq usul. Ikkinchi masalaga e'tibor bering. F at x berilgan, g at x berilgan. Sizdan so'rayapti, nima? Mana f at x dan g at x ni hosil qilish uchun nima qilamiz? Qanday ko'chirish amalga oshirish kerak? Javoblarga e'tibor bermang hozircha. F at x dan g at x ni hosil qilish uchun qanday ko'chirish qilyapmiz? X dan 7 ayrilyapti. Bu degani nima degani? G at x xullas nimaga teng ekan? F at x ni birinchi navbatda nima qilamiz? O'ngga 7 birlik siljitamiz. Chunki x minus 7 ku, o'ngga siljitamiz. Keyin nima qilamiz? Keyin mana shuni 17 birlik yuqoriga siljitamiz. Bo'ldi. 7 birlik o'ngga, 17 birlik yuqoriga. B javob. Mana right, o'ngga 7 birlik, yuqoriga 17 birlik. Hammaga tushunarli-mi? Keyingisi uchinchisiga e'tibor bering. Hx dan deyapti, g at x ni qanday hosil qilamiz? Birinchi navbatda mana x minus 2 bo'lyapti. Bu degani nima degani ustozlar? Mana g at x ni qanday hosil qilaman? Xullas, hx ni birinchi navbatda nima qilaman? 2 birlik o'ngga siljitaman, to'g'rimi? X minus 2 bo'ladi shunda. Mana minus 5 edi, minus 1 bo'lib qoldi. Bu degani nima degani? Nechi qo'shildi bunga? 4 qo'shildi. Demak, mana shuni yana 4 birlik yuqoriga siljitaman. Mana 2 birlik o'ngga, 4 birlik yuqoriga. Qaysi javob? B javob mana. O'ngga 2 birlik, yuqoriga 4 birlik. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Tushunarlimi hammaga? Tushunarli. Xo'p, bugungi mavzu shu edi ustozlar. Mana hozir mana shuni, mana shu 1 dan 27 gacha ikki xil usulda mana shuni demak yechib chiqish kerak mana. Yuqoridagi tushuntirganlarim ustozlar kimdadir internet usul qolgan bo'lsa, nima bo'lgan bo'lsa, mana shularni bir marta ko'rib olsangizlar, bunaqa turdagi masalalarni va grafiklarni 100% tushunib olasizlar. Juda oson bo'lib qoladi ustozlar. Bir marta yana ko'rib chiqsangizlar va mana shu PDFdagi so'zlarga bir ko'z yugurtirsangizlar ham demak juda oson, demak tushunib olasizlar mana 100%. Xo'p, bugungi mavzu shu edi ustozlar. Demak, keyin yana davom etamiz. Demak, vazifa tushunarli, ha? Mana shuni demak yechib chiqinglar. Keyin yana davom etamiz. Xo'p. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli ustoz. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa ustozlar, demak, shu yerda to'xtaymiz, keyin yana demak davom etamiz. Qolgan vazifalarni yana guruhga tashlab qo'yaman. Xo'p, shoshilmasdan hammasini demak 100% yechishga harakat qilinglar. Keyin yana davom etamiz.